muvaffaqiyatli loyihalardan bittasi edi. Janjal ko'tarilib ketib qolishlari momentlari ketma-ket bo'laversa, bu psixikaga avvalambor ta'sir qiladi. Vaqtinchalik tanaffus deb tushunish kerakmi buni? Sizga mana shu davlat organlaridan qanaqadir takliflar bo'lganmi sizga? Hamma narsani ham ochiq-oydin gapirib bo'lmaydi. Iste'molchilar agentligi umuman kuchsiz organga aylantirib qo'yilgan. U odamlar bizani xizmatchimiz, bizani boshlig'imiz emas. Sud jarayoni qanaqa o'tdi? O'tdi o'zi kamerangiz yoqamiz, hech narsa qilmaysiz, kimga hech bir narsani isbotlab bera olmaysiz. To'ristacha xodim oldida o'zingizni fikrlaringizni aytasiz ularga. Men past kelib qolsam, odamlar ham past kelib qoladi keyin. Qanaqa endi rejangiz? O'zbekistonda nahoditsa qilish qiyin bo'lib qoldi o'zi. O'zim ham ishimni yig'ishtirib ketganman. Haligacha ham davom etayotgan sudlarim bor. Men zaharlanganman, shunisi bor. Men buni o'zbekchilik deyman. Ochiqchasi deb savol beraman, hali ham hayronman, nimaga 15 sutga kirmaganingizga. Hop. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Xo'p podkastining navbatdagi soni mehmoningiz. Bugun biz bir necha yildan beri ijtimoiy tarmoqlarda o'zini faolligi bilan ko'zga tashlangan, ayniqsa iste'molchi sifatida bizning haq-huquqlarimizni tushuntirib, shu bilan birga savdo nuqtalarida iste'molchilarga xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanayotgan bir qator tadbirkorlarimizni to'g'ri ma'noda o'zgarishga majbur qilgan, xaridor va sotuvchi o'rtasidagi munosabatlar asli qanday bo'lishi kerakligini to'g'ri ma'noda yetkazishga harakat qilgan, turli janjallar, qiziqarli bir holatlarni ham ko'pchiligimizga ko'rsatib bergan loyihaning asoschisi Hoji Akbar Nosirov bilan suhbat qilishni reja qilganmiz. Balki ko'pchilik kutganlar bordir, balki ko'pchilik uchun bu yangilik bo'lgandir. Anchadan beri harakat qildik. Mana bugun shuni fursati bo'ldi. Avvalambor assalomu alaykum Hoji Akbar. Bizni taklifimizga rozi bo'lib, vaqt ajratib kelganingiz uchun katta rahmat. Siz bilan shaxsan men ham birinchi marta ko'rishib, yuzma-yuz muloqotdaman va men uchun juda ham quvonchli bo'ldi o'zingiz bilan ko'rishib, fikrlashish, ayniqsa sizni nafaqat shunchaki nima deydi, to'g'ri ma'noda iste'molchi sifatida balki jamiyatda bo'layotgan boshqa voqea hodisalar yuzasidan ham o'zingizni bir qat'iy pozitsiyangiz borligi meni juda ham xursand qildi. Siz bilan demak boshqa masalalarda ham ko'p muloqot qilsak bo'lar ekan. Xolasi. Avvalambor va alaykum assalom. Taklif uchun rahmat. To'g'risi bu kutilgan taklif edi. Shuning uchun ham rozi bo'ldim. Xudo xolasa siz aytganingizdek, bundan tashqari masalalarda ham maslahatlashsak yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Hoji Akbar, endi men boshdan e'tirof qilib o'tishim kerak. Juda ko'p bloger yoki kanal yuritadigan faollarni har doim ham kuzata olmayman, to'g'risi. Saralab kuzatib boraman, lekin sizning blogingizni va sizning videolaringizni men o'sha siz dastlab faoliyatingizni boshlagan vaqtlardan buyon kuzatib kelganman. Oddiy aytganda aktiv faol kuzatuvchingiz bo'lganman va menga o'sha qanaqa qiyin holat bo'lmasin, sizni mana shu yo'lda ayniqsa iste'molchini haq-huquqlari juda ham past darajaga tushirib qo'yilgan bizlarni hozirgi sharoitimizda siz shu yo'lda iste'molchilik madaniyatini oshirishga harakat qilayotganingiz menga juda ma'qul kelardi. To'g'risi kuzatib borar va har doim aytardimki, ishqilib shu bolada xohish yo'qolmasin, o'zini ishini olib boraversin bundan buyon degan xohish bo'lgan, shuning uchun kuzatib borganman. Menga dastlab qizig'i o'zingiz ham gapirib bergansiz endi. Nima uchun aynan bu yo'nalishni tanlaganingizni. Meni endi qiziqtirayotgan narsa shuki, savol, siz aynan mana shu aktivist uz loyihasini amalga oshirdingiz, nimalardir qildingiz. Savolim shuki, siz o'ylagandek bo'lib chiqdimi bu loyihani natijasi? Siz shuni kutganmidingizki yo boshqa narsa kutganmidingiz? Nima o'sha siz kutganday natijaga olib keldi bu? Xo'p, avvalambor boshlayotganimda maqsadim avvalambor aytganimdek katta supermarketda bo'lgan. Bilamizki, bizda katta sitlar bor, ya'ni yaxshi rivojlangan. Hozir top 10 taliga ham kirdi, nalog to'lash bo'yicha. O'sha tarmoqlardan biri. Avvalambor maqsadim o'shalar bo'lgan. Chunki juda ham qisman aholining ko'p qismi, endi shaharda tug'ilib o'sganman, shu narsani ko'rganman, o'zim ham ko'p shatdan olaman. Shunaqa joylardan sotib olishadi va shuning uchun ham maqsadni o'shalar deb qo'yganman. O'shalarda polniy, ya'ni standartda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va siz organlarda qanaqa yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa holatga olib kelish. Bu albatta ikkinchi o'rinli maqsad. Birinchi o'rinli maqsad insonlar.
maksimal darajadagi ko'p insonlar bu narsaga ahamiyat berishi. Chunki men bilaman, даже bu sohada 100 yil faoliyat olib borganimda ham har bitta marketga kira olmas edim baribir. Har bitta joy to'g'rilab bera olmas edim. Lekin men maksimal ko'p odamga ko'rsatib bera olardim, nimalarga ehtiyoj bo'lishi. Ko'pchilik. Shunaqa. Sochim ovotganda endi bundoq qarayapti-da, srokka qarash kerakligini o'rganyapti. Ishonsa bo'ladimi, ishonsa bo'lmaydi. Sochim bu narsa paydo bo'lganda men o'zim juda xursandman va oliy maqsad ham shu edi deb o'ylab qaraganda. Va bunga qisman yetishdik deb o'ylayman, chunki men boshida o'ylagan edim, unaqa katta qamrovli auditoriya ola olaman deb o'ylamagandim. Ya'ni, 100 ming, 200 ming odam bo'lsa ham ko'rsa, shu narsaga ahamiyat bersa yaxshi bo'lardi dedim, lekin bu men o'ylaganimdan ancha-muncha katta rezultat boshidan chiqib ketib qoldi. Ya'ni odamlarga har xil tomonlari, siz aytdingiz-ku, misol uchun, janjalli momentlari qiziq bo'ladi. Shunaqa nima desa bo'ladi. Qanaqadir momentlarni deb ularga video qiziq bo'lib ketib qoldi-da. Juda ham katta qamrov auditoriyani o'ziga oldi. Har bir video kamida 1 million, 2 million prosmotr yig'isha boshladi. To'g'ri. YouTube'larda. Shuning uchun ham oliy maqsadga qisman yetishdik deb bemalol aytsa bo'ladi. Xo'p, qarang, shu aynan shu yo'nalishda mavzuni ko'tarib chiqishga bizda shu ehtiyoj kattamidi? Ya'ni qaysi ma'nodaki magazinlarda, savdo nuqtalarida shunchalik iste'molchilarimiz befarqmidiki, ko'pchiligi buni bir loyiha darajasida olib chiqib, sen shu srogiga qarashing kerak, mahsulot sifatiga qarashing kerak, bo'lmasam senga zarar yetadi va zarar yetyapti degan ma'noda shunaqa zarar yetkish holati o'zi bizda ko'pmidi? Men ilgari ahamiyat qaratmagan ekanman. To'g'ri, ahamiyat men ham oldin bermaganman. Paka siz aytganingizdek o'sha holatga o'zim tushmagunimcha. O'zingiz tushgansiz. Ikki marta atrofingda bo'lmagunimcha. Keyin men endi onam bilan ko'p Turkiyaga borganmiz. Orada har xil davlatlarga borganman-da. Dubayga borganmiz. Loyihani boshlashdan oldin shu narsalarni o'tib kuzatganman. Odamlar ahamiyat beradimi? O'zi u narsalarga rivojlangan davlatlarda-ku ahamiyat bermaydi. Asosan odamlar ahamiyat bermaydi. Bu narsa davlat miqyosida tekshiruv juda kuchli olib boriladi. Davlat organlari o'z joyiga qo'yib qo'ygan. Misol uchun Dubayga olib etadigan bo'lsak, rivojlangan shaharlarga qo'ya olamiz, to'g'rimi? Birlashgan Arab Amirligi davlatini. Bitta shunaqa holat uchun $25 ming shtraf. Bitta o'sha muddat o'tib ketgan tovar. Bir kun, bir soatga o'tib ketgan narsa uchun $25 ming. Bu juda davlat bu narsaga juda kuchli ahamiyat beradi. Shu bilan birga agar bu yana bir marta qaytariladigan bo'lsa, u odamga do'kon ochishga ruxsat berilmaydi. Bu davlat miqyosida kuchli qaralish kerak va shuning uchun ham odamlar bu narsaga qarashga majbur emas deb o'ylayman. Ya'ni ahamiyat berishga. Avvalambor davlat bu sohani nima desa bo'ladi? Korrupsiyadan ozod qilish kerak. Iloji boricha qanaqadir yo'l bilan. Ya'ni intervyularimda ko'p aytganman, menga do'konchilarni o'zi aytadigan gap. 2 kilo go'sht bilan hal qilib yuboramiz. Shu kim nazoratchi ses keladimi yo boshqa iste'molchilar bo'yicha qanaqadir tashkilot keladimi, shu sekingina hal qilib qo'yamiz, seni yurishing katta ahamiyatga ega emas degan ma'noda. Shuning uchun ham bu yerda medianing kuchi juda kuchli rol o'ynaydi. Biz 2 kilo go'shtga sotilmaymiz. Shuning uchun ham ularni ko'rsatib bersak bo'ladi. Real voqeani va real hayotni ko'rsatib beryapmiz. Shundan keyin odamlar o'z ahamiyatli bo'lish o'rganyapti. Bundan keyin nafaqat odamlar, balkim iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organi SES bu narsaga o'z ahamiyat berishni boshlayapti. Bilasizmi, shu jarayonda juda ikki xil pozitsiya bo'ladi-da. Bu ishingizni qo'llab-quvvatlayotgan taraflar ham bo'ladi. To'g'ri qilyapsan, Hoji Akbar. Mana shunday yurish kerak, odamlarning haq-huquqini talab, unga o'rgatish kerak. Iste'mol sifatida to'g'ri aytyapsan. Va ikkinchi qarshi tomon bo'ladiki, boshqa ishing qolmadimi qiladigan, mana shunday yo'l bilan sizlar pul ishlaysizlar, boshqa degan. Ko'proq qaysi biri tarozi bosar edi? Boshida endi boshlanganda, men buni o'zbekchilik deyman. Просто уже tonna hate bo'lib ketganda. 99.9% faqat hate bo'lib ketganda. Ya'ni odamlar nazarga tushgandan keyin. Keyin o'tirib o'ylaganman, nimaga biz bunaqa narsalarga hate orqali qaraymiz? O'ylaganmanda keyin mening misol uchun maqsadim g'araz emas. Buning orqasidan pul topish emas. Agar pul topish bo'lganda hozir boshqa blogerlarga o'xshab tam uchastka nimadirlar qilib tashagan, misol uchun poзволять qiladi. Misol uchun 100% keladigan reklamadan 90%ni shundan minus qilib yuboraman. Poзволять qiladi, agar hammasini olib faqat pul topish maqsadim bo'lsa, shu narsani qilib tashlasam bo'ladi. Lekin maqsad bu emas edi. Birinchi savolga qaytadigan bo'lsak, buni qanaqa to'g'rilasam bo'ladi deb keyin primoy efir qilaman. Primoy efirni ko'rganingizni aytdingiz. Ya'ni nimaga boshlaganim, nima bo'lgani, ko'rganman. Maqsadlarim nimaligi, qanchalik bu narsa to'g'riligini yetkazib bermoqchi bo'lganman maksimalni. Uni ham ko'p odam ko'rgan va shundan keyin uje ketdi 50-50, 60-40, 70-30, oxirgi paytga kelib 99% yaxshi edi o'zi bizda. Demak fikrlar ancha o'zgargan. Demak, nima deydi, to'g'ri ma'noda tarbiyalanish, to'g'ri ma'noda fikrlar yetib borishni boshlagan ekan. Media o'z rolini o'ynagan. Keyin qarang, endi
mayli qanchalik ahamiyatli, lekin baribir shunaqa e'tirozlar ham bo'lardi. Shuni orqasidan pul ishlayapti, bu zakazga keladi degan shunga nima deysiz? Bizada shunaqa holat borki, endi men o'ylashim bo'yicha bizning davlatimizda zakazga yuradigan bo'lsa, u tez kerakli joyga tiqiladi. Yoki qanaqadir shunaqa holat bo'ladi. Qo'lga tushadi. Chunki zakazga yurmasa ham qo'lga tushadiganlar bor. Shuning uchun zakazga yurish bu menimcha avvalambor to'g'ri kelmaydi. Undan ko'ra uni kimnidir zakazga yurgandan ko'ra men reklama olganim yaxshi. Ochiqchasiga qonuniy qilib reklama menga nima keragi bor? Reklama qilganim yaxshi undan ko'ra. Agar faoliyatim davom ettirishim uchun yoki nimadir uchun pul kerak bo'ladigan bo'lsa. Oxirgi paytga kelib, misol uchun bitta Reels reklamasini aytaylik yokida YouTube videosida chiqadigan reklama, bitta videoni o'zida chiqadigan reklama bizani kamida 4 ta 5 ta viloyatga borib o'sha videolarni olib hamma faoliyatimizni qilishimiz uchun bemalol yetarli darajada. Bu taxminan qancha endi summada agar sir bo'lmasa? YouTube'da bizada so'mda, biz naloglarni to'laymiz, bemalol gapira olishim mumkin. 35-40 million atrofida edi. Bittasi. Bitta videoda chiqib berishi. Videoning ichida. Demak, sizlarda o'sha 4-5 ta borib kelishlik 35-40 million atrofida xarajati bo'lgan. Shunaqa xarajati bo'lardi, bemalol qoplaydi. Jamoangiz kattamidi? 4 ta 5 ta kishi. Keyin yana bitta bir yosh yigit yuradida, endi shu joyiga kelib qoldi. Sizni shogirdim men shu Hoji Akbar Nosirov degan shunaqa men eshitdim, keyin bir videosiga ham ko'zim tushdi, militsiya xodimlari bilan tortishib turgan. Haqiqatda shunaqa shogirdingiz bormi o'zi? Yo'q. Yo'qmi unaqa shogirdingiz? Endi u bola aktivist o'z ukasi deb ochgan, mana hozir u ham faoliyatini tugatdi. Endi men o'ylashim bo'yicha qiziqishga avvalambor. Lekin u bilan yuzma-yuz muloqot qilib bir qo'ldan yetaklab olib yurmagansiz-a? Menga juda ham ko'p kommentariyalar bo'lgan. Ya'ni mana shu bola qiynalyapti, mana shunaqa, har xil vaziyatlarga to'g'ri kelib qolyapti. Kichkina bo'lgani uchun odamlar nimadir kamsityapti yoki nimadir qilyapti, bemalol gaplashyapti degan narsalardan keyin bir ikkita videosini ko'rganimdan keyin aloqaga chiqqanman. Mana shunaqa ekan, qanaqadir maslahat yoki yordamim kerak bo'lsa bemalol. Faqat men bitta maslahat o'zimdan bermoqchiman deganman. Hech bo'lmasa 18 yoshga to'lib olgan deganman. 18 yoshga to'lib olgan. Xitobi qanaqadir davlat xodimi kelganda seni nima desa bo'ladi, hali voyaga yetmagansan deb olib ketib qolib, keyin ota-onangni bosh og'riq qilib yurmasligi uchun. Lekin bu taklifimni u nima 18 yoshga yetmagan bo'lsa o'zini haqqi huquqini talab qila olmaydimi deb menga nima desa bo'ladi, riski atvet qaytargandan keyin yo'q, xohlasang kelib tushuntiraman desam, yo'q, siz unaqa ekan, bunaqa o'ylayotgansiz degandan keyin уже bo'ldi, ahamiyat ham bermaganman, telefonni qo'yib qo'yganman, уже boshqa aloqaga ham chiqmaganman u bola bilan. Bir yigit siz 15 sutkaga sizni o'sha qamashgan vaqtlarida bir yigit menga chiqdi-da aloqaga va men u bilan ko'rishmadim. Menga bir necha bor muloqotga chiqdiki, Rasul aka, men shu aktivist o'z Hoji Akbar Nosirov shogirdi bo'laman dedi-da. Bir necha bor chiqdi. Endi hozir esimga tushib qoldi. O'shanda u payt men adashmasam deputatlik vaqtimida yo deputat emasman, xullas o'shanda esimga tushib qoldi. Men balki o'ylagan edim, shogirdi bormikin yo'qmi, bu masalani ham mana oydinlashtirib oldik. Endi hozir yana qiziqtirayotgan savol, sizga mana shuncha iste'molchilarni ko'proq haq-huquqlarini himoya qilish masalasida yaxshi loyihani olib chiqdingiz, ko'tardingiz. Menga o'zimga ham iste'molchilar agentligi bir qator masalalarda chiqib turishardi, gaplashib turardim. Shu monopoliyaga qarshi kurash qo'mita huzurida faoliyat yuritadi. Va O'zbekistonda eng yaxshi ishlamayotgan qonunlardan biri mana shu iste'molchilar huquqlariga oid masala. Men ko'p e'tiroz qilardim va ular bilan muloqotlar davrida men ularga taklif ham berdirganman-da. Aynan sizning masalangiz haqida gap ketganda men nega shu loyihani yurgizayotgan yigit bilan bog'lanib, nega hamkorlikda ishlamaysizlar deb masala qo'yganman. Sizga mana shu davlat organlaridan qanaqadir takliflar bo'lganmi sizni faoliyatingiz davomida? Balki qo'llab-quvvatlash ma'nosidadir, balki hamkorlik taklif qilgandir, balki himoya taklif qilgandir. Bo'lmaganmi shunaqa ish? Davlat organlaridan. Bo'lgan. Menimcha hamma organdan bo'lgan ham deya olaman. Hamma deganingizda masalan, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish. U yerdan, Siz ichki ishlar organ xodimlaridan. Qanaqa ma'noda bo'lgan masalan? Men o'ylaymanki, savollarni qo'yadigan bo'lsak, nimani ko'zlab sizga? Yo'q, endi masalan ichki ishlar o'zini yo'nalishida nimadir taklif qilgandir. Iste'molchilar agentligi nima, SES nima masalan, shu uchtasi ko'proq qiziqda endi. Shunaqa. Taklif mendan iborat bo'lgan, tipa kirasiz, siz bilan birga yuramiz, tam videoga olasiz, mana shunaqa holat. Men aytganman, sizlar bilan ishlaganimdan keyin qanaqadir joylarga kirishim mumkin emas bo'lib qolmaydimi deganman. Yokida qaysidir videodan chiqarmasligim kerak bo'lib qolar keyin. Cheklovlar. Endi yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi deyishyapti boshida. Men o'ylab ko'rganman. Har bitta organ bilan alohida o'ylab ko'rganman. Keyin o'ylayman, menga bu narsa kerakmi deyapman. Ularning menga hamkorligi, yordami. Unda o'ylab qarasam,
keyinchalik to'siqlar ko'proq paydo bo'lishi mumkin ekanki, lekin menga qanaqadir bir katta yordamligi tegmas ekan. Undan ko'ra ozod, oddiy bir aktiv faol fuqaro bo'lib, aktivist bo'lib o'zim faoliyatimni davom ettirganim yaxshi menimcha dedim. Bu bitta narsani esimga tushirdi. Bir vaqtlar men ham deputat bo'lsa, ko'p vakolatlar bo'ladi deb o'ylagan ekanman-da, lekin deputat bo'lganimda ko'rganman-da, aslida fuqaro sifatida juda ko'p imkoniyat, vakolatlaringiz borki, deputatlik ma'lum bir cheklovlar qo'yib qo'yar ekanda. O'shanga keyin tushunib yetganman, sizda ham shunga o'xshash holat bo'lgan ekan. Hatto davlat organlarida ham shunga nima desa bo'ladi, ishlagim kelmaydi desa bo'ladi. Luboy bitta masalan mana kommentlar yozishadi odamlar. Sizni iste'molchilar huquqlarini himoya qilishi tam допустим direktor qilib qo'yish kerak. Boshliq qilib qo'ysa nima deydi? Sizni boshlig'i qilib qo'yish kerak. Meni ham hokim qilib qo'yishadi-ku. Shunaqa qilib qo'yish kerak deyshadi. Men o'ylayman. Shunaqa qilib qo'ygan taqdirda men baribir o'sha bo'ysunadigan odamlarim paydo bo'ladi. Ya'ni nimadir qolipga tushib qolaman. Menga siz aytganingizdek deputatlikda bosimlar anaqalar bo'lsa, qoliplar qo'yib berishgan bo'lsa, sizga menga ham qoliplar qo'yib berishni boshlashadi. To'g'ri. Men hozir hech qanaqa qolipsizman. Senzura bor. Senzurani abaytiy qilish mumkin, lekin qoliplarni abaytiy qilib bo'lmaydi. Ya'ni ishdan bo'shashingizga to'g'ri keladi. Juda zo'r podxod. Ya'ni fuqaro nuqtai nazaridan shu imkoniyatlar kengroq, shundan foydalangan ma'qul demoqchi. Oddiy faol inson bo'lib foydalangan ma'qulroq. Sizni tepangizda boshlig'ingiz bo'lmaydi. Qonuniymi, noqonuniymi topshiriqlar bermaydi. Erkinroq bo'lasiz. Soqolingni olib kelmaydi. Demak, bizning davlat bir xil ba'zi idoralarda oldidagi muammolardan biri hozir bunday qarasa o'sha qoliplardan iborat bo'lib chiqyapti-da. Menimcha ham. Tushunarli. Xo'p, Hoji Akbar, mana o'tgan yili ko'p muhokama qilindi. Sizni mana 15 ga qamalishingiz masalasi. Endi o'sha yerda ko'p masalalar balki ochiq oydin aytilmagandir. Va odatda bizni faollarimiz mana shu jarayonlardan keyin ochiq oshkor ko'p narsani aytishmaydi. Balki qanaqadir kelishuv bo'ladimi yoki ruhiy holat yo'l qo'ymaydimi? Agar qarshi bo'lmasangiz, shu haqda men so'ramoqchiman. Aynan sizni o'sha o'tgan yili 15 sutkaga qamashi asosiy sababi nima bo'ldi? Xo'p, siz aytdingiz. Sud jarayoni qanaqa o'tdi? Menga qiziq shu. Siz aytyapsizki, asosan faollar bilan gaplashganda bu narsa haqida gapirgisi kelmaydi deyapsiz. Albatta shunaqa. Chunki o'ziga yarasha buni sabablari bor. Nimaga? Chunki yo'q, siz kelsa aytingiz kelmasa, yo'q aytmayman desangiz ham ana to'g'ri tushunaman. Yo'q, aytmayman ham demayman. Qanaqadir ma'noda aytmoqchiman. Shunaqa vaziyat bo'ladiki, hamma narsani ham ochiq oydin gapirib bo'lmaydi. Ya, tushundim. Ya'ni men bu narsalarni ochiq oydin gapirganimdan keyin meni orqamdan ko'rayotgan odamlar bo'lib turib bera olmaydi. Shuning uchun bir xil payt senzuraga amal qilish kerak bo'lib qoladi. Agar biz shu davlatda yashab, dalisha o'zimizning hayotimizdan kechirmoqchi bo'lsak. Endi biz o'sha kuzatganlarimiz rasmiy va o'zimizning tahlillar bo'yicha endi ko'pchilik fikr bo'ldiki, ikkovi shu yogurt mahsulotlarini tarkibidagi bir ma'lumot haqida gapirgansiz va shu asosda davlat idoralari, organlari sizni o'sha nima bo'ysunmaslikda ayblashdimi, nima bo'ldi o'zi men ham yaxshi tushunmadim. O'sha xatoga yo'l qo'ygansan. O'sha paytda men o'zimning fikrimni aytganman, endi shuni bir eslatma sifatida aytmoqchi edim. Ya'ni qaysidir mahsulot haqida axborot berayotgan odam agar o'sha yerda noto'g'ri axborot berib qo'ysa va u keyinchalik o'sha mahsulot ishlab chiqaruvchi kompaniyaga qanaqadir zarar keltirib qo'ysa, mahsulotini o'sha oluvchilar tushib ketadimi boshqa. Bu hammasi fuqarolik tartibida hal qilinadigan munosabat. Davlat organini aralashishi bitta noto'g'ri. Davlat organi aralashdimi, demak, qaysidir tomonni zakazga o'ynayapti. Bu noxolislik degan fikr bo'lganmanda va hali ham shu fikrdaman. Ya'ni kimdir qanaqadir mahsulot haqida ma'lumot berib, yo to'g'rimi, noto'g'rimi, nimadir nizo kelib chiqsa ham buni ikkita tomon fuqarolik sudida, fuqarolik tartibida hal qilish kerak. To'g'ri. Ichki ishlar ham, prokuratura hech qaysisi ikkita tomondan bittasini yonlab aralashish kerak emas. Bu yerda jinoyat alomati yo'q-da endi. Meni fikrim shu. Va shu ma'noda o'sha paytda bo'lgan fikr, men sizga nisbatan noxolislik bo'lgan degan fikrda bo'lganman. Mayli, buni agar tafsilotlarni agar zarur hisoblamasangiz to'xtalmaymiz. Qiziqtirayotgani mana ancha o'zingiz ko'p auditoriya sizni kuzatishni boshladi. Qamrov kengaydi, to'g'ri ma'noda odamlarda to'g'ri qabul qilish, o'zgarish bo'ldi. Endi shu jarayon qiziqda mana sizni mahsulot sotuvchi yo mahsulot ishlab chiqaruvchilar kim sifatida ko'proq qabul qilardi? Joylarda sizni ko'rishganda, uchrashuvlar bo'lganda, oddiy fuqarolarniki tushunarli.
Mana savdogarlar bo'ladi, magazin egalari, boshqalar. Avvalambor Munosabat qanaqa bo'lardi? avvalambor men o'ylashim bo'yicha 2 kilo go'shtga sotilmaydigan tekshiruvchi deb hisoblashardi. Ya'ni qanaqa ma'noda bo'lardi, misol uchun ko'chada uchrashib qolsa, men o'zim do'konim bor, mana shunaqa holat. Bir xil даже shunchaki kelib, iltimos tekshirib bera olasizmi derdi. O'zlari ham O'zi ham, Ha, shu. Xolasangiz, kamera xolasangiz, biz kamera shunchaki men o'zim do'kon ochganman, ishchilarim yurg'izadi. Shu qanaqadir minus pluslarimiz bo'lsa, qarab bera olasizmi degan ma'noda, lekin negativ ma'noda qaraydigan do'konchilar juda ham kamdan kam bo'lardi. Buni videolarimdan ham aytardim, gazeta 50 ta do'kondan bittasida janjal turib ketib qolardi. Bu neadekvatlikni hisobidan albatta. Ya'ni vaziyatni neadekvat qabul qilishdan. Keyin ko'p holatlarda hali ko'rasan, senga ham bir narsalar qilamiz va hokazo degan gaplar bo'lardi. Hech shu videolar tugagandan keyin yoki sizlar shu joylardagi o'rganishlardan keyin bo'lganmi shunaqa razborlarda davomi, masalan, bir joyga chaqirib olish yoki zakaz qilib qaysi organlar orqali bu yerga sudrash deganday narsalar. Xo'p. Rostini aytadigan bo'lsak bo'lgan. Ya'ni organlarga sudrash emas, qo'rqitishga harakat qilish, bosim qilish. Men bu joyda turar ekansan, onangning ismlari mana bunaqa ekan, anaqa borganlar, mana bunaqa payt ishga borar ekanlar. Shulargacha aniqlab ketib poylab yurishgan. Shunaqa orqamdan poylashiga men o'zi o'rganib ham qolganman. Bir xil paytlarda shunaqa narsalar bo'lgan. Bu avvalambor men o'ylaymanki davlat organlari tomonidan emas, ya'ni o'sha videoda do'konga tushgan yoki unga nimadir yoqmagan, shunaqa odamlardan bo'lgan bunaqa paytda, tipi o'zing mana bunaqa payt kelasan, mana bunaqa joyda turasan, mana bunaqa joyda uyingdagilar turadi, mana shunaqa olib ham yo'lda turadi. Bunaqa holatlar bo'lgan albatta va bunaqa holatlar oxirgi payt ko'payib ketgani sababi ham faoliyatni tugatishga yaqin bo'lib qolgan. Ya'ni nimaga? Avvalambor senzura. 70% senzura sabab. 30% shunaqa sabablarni deb faoliyat yig'ishtirishga ham to'g'ri kelgan deyish mumkin. Hozir men faoliyatingizni yig'ishtirganingiz sababini so'rayman. Bu boshdan hammani qiziqtirib turibdi menimcha. Nega shuni so'ramayapsan? Tezroq shu yoqqa o'ta qolsangchi maqsadga deyotganlar bo'lishi mumkin. Lekin ungacha so'rab oladigan narsalar borda, shu qizig'i menga o'sha. Ya'ni bo'lgan unaqa holatlar. Endi qarang. Mana bitta jarayon qiziqda endi. Meni ham shu ko'p o'ylantirardi. Soatlab ko'rsam ham konflikt bo'lgan holatlarda ko'pchilik ichki ishlarni chaqirardingiz va sizda ham shunaqa prinsip bor edi-da. Ichki ishlar xodimi keladi. Shu jarayonda ariza yozasizmi, nima qilasiz degan vaqtda siz doim, balki boshqa vaqtlar bo'lgandir, men ko'rmagan. Men og'zaki beraman arizani dedingiz. Doim shunaqa bo'lgan. O'sha ichki ishlar xodimi o'zi yozishga to'g'ri kelardi. Bu nimaga uchun siz doim mana shu arizani og'zaki bergansiz? Bu prinsip nuqtai nazaridanmi yo yoza olmasmidingiz yo nima edi? Uni savodxonligini bilmoqchi bo'larmisiz? Aynan nima uchun bu yo'ldan, bu prinsipda turgansiz doim? Avvalambor aytganingizdek shu prinsip nuqtai nazaridan. Sabab biz fuqaromiz ham, davlat organlari bizning xizmatchilarimizmi? Albatta. Bizning huquqlarimizdan to'liqonli foydalanishimiz kerak va buni targ'ib qilishimiz kerak. U odamlar bizning xizmatchimiz, bizning boshlig'imiz emas. U odamlar xalqqa xizmat qilish kerak. Men fuqaroman, davlat organ xodimi emasman. Men fuqaro sifatida murojaat qilyapman. U meni soliqlarimdan oylik olyapti. Shuning uchun u meni xizmatimni qilish kerak. Qonun agar shuni ta'minlab qo'ygan bo'lsa. Qonunda bor. Lekin hamma ham foydalanmaydi-da bundan. Mana shu narsa katta minus hisoblanadi. Bizda ichki ishlar bilan bir xil payt gap talashib qolish ham shunga kelib kelardi. Ya'ni bilasiz shunaqa xodimlar bor, sizni xizmatchisi deb o'ylaydi. Siz uni xizmatchisi emassiz, u sizni xizmatchisi. Tipi nimaga chaqirding? Nima bo'lyapti? Yur oyoqqa olib ketaman seni. O'sha yerda gaplashamiz. Отделda gaplashamiz deydi. O'tda o'sha kamerangiz yoqamiz, hech narsa qilmaysiz, kimga hech bir narsani isbotlab bera olmaysiz. Shunaqa olib ketaman. Shunaqa xodimlarga tushib qolsa, xodimlar bo'lardi, o'sha videolar ko'p tarqagandan keyin bilishardi, o'zlari kelishardi, guvohnomadan boshlashardi. Chunki men boshidan guvohnoma 8-modda ko'rsating. Chunki formani Waynerlar ham kiyib chiqyapti. Balki Wayner desa, qayerdan bilaman, xodimligingizga oldin aniq qilishim kerak, nima desa bo'ladi. Uvering bo'lishim kerak. Ko'rsatardi, o'sha ikkinchi etap o'sha biz vaziyatni tushuntirardik. Vaziyatni tushuntirganimizdan keyin og'zaki arizaga kelardik. Ya'ni yuridik va jismoniy shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi 5-moddada. Xo'p, o'sha etaplarni o'sha biladigan xodimlar ham bor edi. Как o'zi kelardi, guvohnomani o'zi ko'rsatardi, o'zini tanishtirardi, yozma-yozma qilib, vazifasini to'liq bajarib, narsalarni yoki o'sha mas'uliyatli saqlashga yoki o'zi bilan olib ketardi. Menga pulimni vazrat qilib. O'sha sistemani bilib olganlar ham bor edi. Maqsad ichki ishlar xodimi bilan gap talashib o'tirish emas, fuqarolarga to'liqonli haqqini ko'rsatish. O'sha haqqini ko'rsatish nuqtai nazaridan shu prinsipda bo'lgansiz doim. Boshqa nima emas. Chunki men past kelib qolsam, odamlar ham past kelib qoladi keyin. Tipi huquqni talab qila olmayapti o'zi ham deb. Shunaqa deb o'ylagan. Endi mana shu jarayon hech bir
keyinchalik uchratdingizmi o'zingizni mana shu chiqishlaringiz, videolaringiz davomida? Sizni o'sha videongizni ko'rgandan keyin men shundan foydalandim, men shunaqa qildim degan biror odammi? Bor, ko'p albatta. 50-60% yomon tugaganlar ham bor. Yo'q, o'xshamaganmi? O'xshamagan holatlar ham bor. Bu yerdachi mana bunaqada, men o'ylaymanki, uzun arqon bor-ku. Uzun arqonning ustidan yurish deb o'ylayman buni. Ya'ni vaziyatni his qila olish kerak odam. Vaziyatni his qila olmasa, u yiqilib tushishi mumkin. O'sha vaziyatni his qila olmagani uchun bir xil xodimlar neadekvatlik bor, buni bekitib bo'lmaydi. Hammasida ham emas, bir xillarda bor neadekvatlik. Men aytganimdek sizga ko'p gapiryapsan, qarochi, ketdi. Shunaqa holat bo'lib qolgan bo'lsa, endi men bilmayman, bir xillarning videolari uchib xirillab tugab qolgan paytlari bo'lgan, menga tashlab bergan mana shunaqa foydalanayotganimda. Men avvalambor ichki ishlar organ xodimlaridan so'rab qolgan bo'lardim, fuqarolarning huquqlarini cheklamaslikka. Tipa o'zing yoza olmaysanmi, yozishni bilmaysanmi? Bu savollar ortiqcha. Fuqaro yozishni bilishi shart emas. Ya'ni qonun bilan ko'rsatilganmi, o'sha ishni как xodim sifatida bajarish kerak. Chunki shunga to'laqonli oylik olyapti. Xizmat qilyapti. Avvalambor qanaqadir joyda ishlamayapti, o'zini xohishini aytib o'tiradigan bo'lsa, to'g'rimi? Yana bitta momenti bor, juda ham ko'p ichki ishlar organ xodimlarida o'zi 40 taga ham bormaydi modda. Imенно ularga asoslangan. O'sha narsani o'qib chiqmasdik. To'laqonli o'rganib. Chunki shunaqa holatlar ko'p bo'lardi, men gapirardim, gapimga ishonmasdan keyin o'zim Googledan ko'rsatardim. Mana Lexusga kirib, bunaqa deb yozilgan, mana debda. Odamlar ishonmas. Men misol uchun o'zim aytadigan bo'lsam, men xodim emasman, davlat organ xodimi emasman, lekin shunga qaramasdan gazeta bir 300 yoki 400 qonunli baza bor, har xil qonunlardan, ya'ni moddalari bilan. Ularda juda kam. Buni o'rganib chiqish bir hafta ham vaqt olmaydi-da. Shunchaki sud o'zini tushunib olsa bo'ldi. O'sha значит men bunaqa narsani qila olar ekanman, значит men narsani qila olmas ekanman. Yaqinda meni bitta joyga chaqirishdi-da. Davlat organlari tomonidan PPS xodimlari. Bilasiz, ularning o'zining anaqasi bor ekan. Men birinchi marta kirdim. O'tda shunaqa narsani menga qo'yib aytishdiki, ko'ryapsiz deyishdi, baryer bor. Fuqarolar va davlat organ xodimlari o'rtasida. Ya'ni aynan PPS'liklar, ishonchsizlik bor juda. Ishonchsizlik bor. Shu ishonchsizlikka olib tashlash ularning maqsadi hozir. Hozir shunaqa maqsadimi ekan? Shunaqa. Ilgarichi. Men bilmadim. Shunaqa maqsadimiz bor deyishdi. Shunga как mediadagi inson sifatida va baribir ular bilan aloqa qilgan blogerlardan hisoblanaman-da. Ko'p munosabatga kirishganman. Tam konflikt bo'lgan, yaxshi gaplashganmiz, даже nima desa bo'ladi, tashakkurnomalar yozib berganmiz payti kelganda, men shuna xodimlar bilan prям mazza qilib o'rganman. Prям gaplashib, hamma narsani cho'tki qabul qilgan, mening tomonimga ham o'tib olmagan. Uni tomoniga ham o'tib, xolis, vaziyatni xolis anaqa qilib ko'rganman o'sha videoni. Unda men mazza qilib o'raman, to'g'risi. Meni oldimga bir o'tib paxta qo'yishga harakat qilsam, men o'zi mazza qilmayman. Xolis bo'lgan realniy xodimlar mana shu vaziyatlarni tushuntirib, o'sha baryer olib tashlashmoqchi ekan. O'shanga bordim, gaplashdim. Aytishyaptiki, shu baryerni olib tashlash global maqsadimiz, biz sizga 300 tami 400 ta xodimni zalga yig'ib beramiz. Avvalambor xodimlarda jahl chiqib ketish payti bo'ladi-ku. Tipa haqqing yo'q sani, u yo'q, o'sha narsalarni tushuntirish bir-biringlar bilan. Tam debat bo'ladimi, diskussiya bo'ladimi, mana shunaqa gaplashib tushuntirib bersangiz, xursand bo'lardik deb chaqirishdi. Men xursand bo'ldim, shunaqa narsani ham o'ylashni boshlashdim. Bu Toshkent shahrida bo'ldimi? Toshkent shahrida bo'ldi. Xo'p, bordingizmi? Bu faoliyatim yig'ishtirganimdan keyin bo'ldi. Hali bir kun aytildi, qachon bo'lishi bu narsa? Hali bo'lmadi. Yo'q, hali bo'lmadi. Sizni taklif qilishadi, demak siz 300 ta 400 tacha xodim oldida o'zingizni taklif fikrlaringizni aytasiz ularga. Tushuntirib berishligi bo'yicha shunaqa, tipa ular mana bunaqa holat bo'lyapti fuqaro tomonidan, biz shu yerda haqmizmi, nohaqmizmi degan ma'nosiga tam fuqaro tomonidan, qonun tomonidan tushuntirishlar berish uchun. Avvalo bu progressiv qadam, agar siz bilan shu ma'noda. Men xursand bo'ldim shuning uchun. Taklif qilishayotgan bo'lsa, demak yaxshi. Bu ijobiy holat desa ham bo'ladi. Xursandman. Shu jarayonlar loyihangizni amalga oshirish davomida sizga eng ko'p nima deydi, o'zingizni ishingizdan qoniqib, sizga nima deydi, yana shuni qilishim kerak ekan degan bir kayfiyat, o'zingizdan qoniqish hissini olib kelgan moment bo'lganmi shunaqa jarayon? Faoliyatim davomida? Faoliyatingizda. To'g'ri qilyapman, shuni qilishim kerak yana degan qanaqa qoniqish. O'zi har doim shunaqa bo'lgan. Oxirgi paytlargacha agar hisoblanmasak, nimaga? Chunki rezultatni ko'rganman ko'zim bilan. Rezultat o'zgarayotganini ko'ryapman. Bu yerda misol uchun uchreditellar, direktorlar o'zi chaqirib maslahatlashib, mana shunaqa narsalarni to'g'rilaymiz, mana buncha vaqt kechamiz, shu narsalar butun O'zbekiston bo'yicha to'g'rilanayotgan ko'rib, faqat gazini bosish kerak ekan degan fikr juda ham ko'p bo'lgan. Shu endi aks tomoni. Ya'ni
kerak emas ekan shu narsa, bekor qilyapman. Bundan foydasi yo'q degan shunaqa moment ham bo'lganmi? Bo'ladi. Nimaga? Bunaqa. Menda ham bunaqa edi. Bir oy to'xtamasdan ishlardim. Aha. Har xil viloyatlarga borib to'xtamasdan ishlardim-da, keyin bir oy faqat dam olardim. Chunki nimaga dam olardim? O'sha bir oy ichida shunaqangi charchab qolardimki, ya'ni har xil problemli momentlardan nimadirlar, misol uchun janjal ko'tarilib ketib qolishlar momentlari ketma-ket bo'laversa, bu psixikaga avvalambor ta'sir qiladi. Shuning uchun stressga tushib qolardi odam. Agar dalchi davom etaveradigan bo'lsa, shuning uchun bir oy dam olardim, o'shanda yana o'zimga kelib olardim. Shunaqa payt o'sha oy tugayotganda shunaqa bo'lardi, tipi odamlar to'g'ri to'g'ri tushunmas ekan degan ma'noda yana charchab qolardim, keyin yana восстановление qilib, yana qaytib, yana qarang Hoji Akbar, har bir odamda o'zini ma'lumot o'rganish, qonunlarni o'rganish va uni hayotda tatbiq qilishi o'zini yo'nalishi bo'ladi-da, o'rganish bo'yicha usullari bo'ladi. Hammada har xil. Masalan, men har kuni bir marta eng kamida Lexusga kirib, nima yangi normativ hujjatlar qabul qilindi, kirib ko'rishga harakat qilaman va haftada eng kamida 5 marta kiraman. 5 kun davomida kirib Lexusga qanaqa prezident qarorlari chiqdi, qanaqa qonunlar chiqdi, boshqa. Men shuni doimiy kuzataman va bu meni уже bir necha yildan beri o'sha kundalik ishimdan bittasiga aylangan. Men o'ylaymanki, agar men shularni bilmasam, men boshqaga ham yordam beraman. Men bilishim kerak. Nimadir yangiliklar bo'lsa degan shunaqa fikr va men ham o'tkaz so'radigan ba'zi holatlar bo'ladi. Va shundan kelib chiqqan holda meni huquqiy jamiyat bo'yicha iste'molchi xaridor o'rtasidagi munosabat, iste'molchi ishlab chiqaruvchi o'rtasidagi munosabat kabi masalalarda o'zimda tushuncha shakllangan. Men taxminiy bilaman qayerda men haqman, qayerda u ishlab chiqaruvchi yo boshqa haq. Siz aynan mana hozir aytyapsizki, aslida davlat xizmatchilari bizga xizmat qilish kerak fuqarolarga, fuqarolar unga emas. Biz soliq to'lovchimiz degan masalalar aytib, bu juda ham yaxshi. Men xursandman avvalo shu fikrlarni ta'kidlayotganingiz. Siz mana shu fikrlarga yetib borishi, shu tushunchaga kelishingizda qanaqa qadamlardan bosib o'tgansiz? Qanaqa usullardan foydalangansiz? Yo'q, biror joyda o'qiganmisiz bu narsalarni? Shu haqida qisqacha ma'lumot bering, qolganlarga ham qiziq bo'lsa bilib olishsin. Ya'ni o'zini haq-huquqini to'g'ri ma'noda anglash va talab qilish. O'zi to'g'ri ma'noda jamiyatda faol, ongli a'zosi ekanligini tushunib yetish uchun qaysi qadamdan boshlash kerak? Mana siz yuqorida aytdingiz, oliygohda o'qimaganman deyapsiz. O'rta ma'lumotli, ya'ni kollejni bitirgansiz, politexnik yo'nalish bo'yicha. Lekin sizning fikrlaringiz bemalol bugungi kunda oliy ma'lumot darajasidagi, kerak bo'lsa yuristlar bilan tengma-teng bemalol bahs osha oladigan darajada. Endi bu meni fikrim. Xo'p, qanday keldingiz shunga? Shunaqa iqrorlik, shunaqa tushunchagacha. Avvalambor odam o'z huquqlari haqida qiziqishi bo'lishi kerak. Xo'p, Bu narsa bo'lmasa bo'lmaydi. Birinchi qadam deb dunyoga nazar solish kerak. Dunyoda o'zi qanaqa sistema ketyapti? dunyoga nazar deganingizda har kuni yangiliklarni ko'rish kerakmi, nima qilish kerak? Dunyo yangiliklari o'zi umuman dunyoda o'zi, misol uchun mana biz O'zbekistonda yashaymiz. Xo'p, Ko'plar O'zbekistondan chiqmaganlar ham bor-da. Ya'ni butun dunyoni shunaqa qabul qiladiganlar ham bor. Qanaqa ma'noda shunaqa qabul qiladigan? Xo'p, buni qanday to'g'ri tushuntirsam ekan? mana qarang, Hoji Akbar. Men davlat xizmatchisi bo'ladigan bo'lsam, menda bo'lish kerak tushuncha, men shu xalq to'layotgan soliqlardan soliq olib ishlayotgan odamman va men shu ma'noda xalq xizmatchisiman. Xalq menga xizmatchi emas degan menda tushuncha misol. Endi boshqa odam bo'lsa, u xizmatchi emas davlat, u fuqaro, soliq to'lovchi. Va u ham bir vaqt o'zida bilib turibdiki, men soliq to'layapman va soliq to'laganligim uchun ular menga xizmat qilishi kerak. Va o'rtadagi munosabatlarimiz shu asosda shakllanadi. Bu ko'chada mahsulot xarid qilib olishda ham bo'lishi mumkin. Va men ko'chada, magazinda nimadir mahsulot sotayotgan bo'lsam, u xavfsiz bo'lishi shart va buni davlat ta'minlab qo'yishi kerak degan mana oddiy hayotiy tushunchalar. Shu tushunchaga kelish uchun nimadan boshlash kerak ishni? Fuqarolik kodeksini o'qishdan boshlash kerakmi? Ma'mur qonunlarni o'qishdan boshlaymizmi? Detalniy, oddiy yo birdan ishni qaysidir davlatga, chet elga sayohatga chiqib kelishdan boshlash kerak. Sayohat nima o'zi shu dastlabki qadami menga qiziq bo'lyapti shuni. Sayohat orqali tushunchaga ega bo'lmasligi mumkin. Sayohatda ko'plar aylanib yuradi faqat. Ya'ni davlatda siyosiy qanaqadir ma'noda yoki fuqarolarning huquqlari haqida degan tushunchalar kamdan kam ega bo'lishi mumkin. Avvalambor siz aytayotganingizdek yangiliklar.
Xo'p, Bu yangiliklar dun- kuzatib borish. Dunyoda nima bo'lyapti? Misol uchun biz ko'plarimiz bilamizki, agarda qaysidir politik chetda noto'g'ri qaror qabul qilib qo'ysa yoki nimadir bo'lsa, xalq oldiga chiqib bemalol uzr so'ra oladi. Ya'ni gapira oladi-da, mana shuni noto'g'ri qilib qo'ydik. Buning uchun sizlardan uzr so'raymiz. Mana shu narsani ham bunaqa yo'lga bilan to'g'rilashga harakat qilyapmiz. Ya'ni o'zi bildiryapti, что bu bizda misol uchun bittasi hokim bo'lsa, u xalq hokimni xizmatchisidek o'zini qabul qiladiganlar ham bor-da. U hokim-ku. Aslida hokimga o'zini xizmat qiladi. U aslida hokim u deyish kerak emas-da. U hokim, bizani xizmatimizni qilish kerak bo'lgan odam, bizani muammolarimizni hal qilish kerak bo'lgan odam. U hozir nima bilan band? degan savol, ya'ni u hokim buva ularga yomon gapirib bo'lmaydi, ularga paxta qo'yish kerak degan ma'noda bo'lish kerak emas-da. Tushundim. O'sha tushunchani olish uchun dunyo yangiliklari va aytganingizdek solishtirish. Masalan, siz shu yo'ldan boshlaganmisiz? Shu tushunchalarga kelish uchun? O'sha yangiliklarni kuzatishdan boshlagan. Yangiliklarni kuzatib, o'zimizni va ularning qonunlarini solishtirish. Solishtirib, nega bunaqa? Shu yo'l sizni keyinchalik mana shu loyihalarni ham boshlashga olib kelgan. Hozir endi mana ko'pchilikni qiziqtirayotgan savolga yetib kelyapmiz. Yaqinda e'lon qildik. Biz bu loyihani to'xtatdik, tugatdik dedingiz, lekin batafsil to'xtalmadingiz. Nima sabab bo'ldi? Va ko'pchilik shu savol ochiq qolib ketdi haligacha. Nima uchun bizning nuqtai nazarimizda, shaxsan meni ham kuzatuvimda konfliktli holatlari ko'p bo'lsa ham, qiyin bo'lsa ham, lekin shu muvaffaqiyatli loyihalardan bittasi edi. Va blogosfera, o'zbek blogosferasida oxirgi vaqtlarda muvaffaqiyatli o'sha loyihalar o'zi ko'p emas. Va odamlarga millionlarga foydasi tegayotgani ham ko'p emas. Lekin shulardan bittasi sizniki edi. Men shaxsan davom etishini xohlardim. Menda ham savol ochiq qolib ketdi. Nima uchun to'xtatdi? Nima uchun degan savol. Shu sizga endi mana aytib bera olasizmi? Avvalambor aytganimdek, oldin chidab kelardim bu narsaga, ya'ni tahdid, bosimlar bo'lsa, yoki senzura masalasi bo'yicha bitta paytda ma'muriy, jinoiy, fuqarolik sudlarida ishlarim ketayotgan paytlarda ham chidirdim, yugur qilib bo'lsa ham. Ko'pmidi bunaqa sud yurishlaringiz? Bitta joyga borib qanaqadir janjal, haligacha ham davom etayotgan sudlarim bor. Qanaqa protsess? Masalan, jinoyat sudida ham bormi ishlaringiz? Ya'ni endi o'tda men aybdor emas, ya'ni ana nima desa bo'ladi? Guvoh sifatida bo'lishingiz mumkin. Yokida oxirgisida jinoyatda guvoh bo'lib qolgan. Ya'ni juda ham ko'p yugurga ega, birinchidan. Ikkinchidan bosimga ega, tahdidga ega, boya aytgan narsalar. Bosim, tahdid deganda endi masalan o'sha nargi tovar, mahsulot sotayotganlar tomonidanmi yo fuqarolarning o'z tomonidan? Tomonidan, shu. Organlardan emas. Yo'q, organlardan emas. Organlardan endi vaziyatlari bor, organlardan senzura tomonlama. Ya'ni unaqa qilma, unaqa qil degan paytlari bo'ladi. O'zi aqllilar ko'p o'zi u yerda yo'l yo'riq ko'rsa, uni tushunarli, u senzura masalasi. Lekin sizni va o'sha loyihani tashlab to'xtataman deyishga majbur qilgan narsa senzura emas. Shunaqami? Oxirgi tomchi nima bo'ldi? 30-40% senzura deyish mumkin. Xo'p, siz lekin chidagansiz-ku senzura bo'lsa ham shuncha vaqt. Kuchayyapti. Bu masalan siz nimani kutgan edingiz? Shuncha loyihani amalga oshirib borasiz, sizni kutilmalaringiz qanaqa edi aslida? Kuchayishi shuncha darajaga olib kelyaptiki, bosimlardan tashqari 30-40% senzuradamiz. Ya'ni O'zbekistonda naxodиться qilish qiyin bo'lib qolyapti o'sha. Bu yerda yashash, bu yerda yashab faoliyatni davom ettirish juda qiyin bo'lib qolyapti. Masalan, sizga yo oilangizga, yaqinlaringizgacha bo'ldimi bu ta'sir bosimlar? Senzura tomonlama yo'q. Yo'q, senzura tomonlama tushun, lekin sizni oxirgi qarorni qabul qilishga olib kelgan eng asosiy omil barcha senzura bilan bog'liq bo'lmayapti, bosimlar deyapsiz. Bosim. Ya'ni shu narsa siz oilangizga, yaqinlaringizgacha yetib bordimiki? Nima sizni majbur qildida? Shuncha chidab keldingiz-ku. Ko'paygani bu narsalarni. Oldin misol uchun mana kimdir bilan bo'ldi vaziyat. Bo'lgandan keyin u sizni kuzatdi yoki tahdid qildi yoki nimadir qildi, okey. Un bilan ham oxiri nima xohlayapsiz mendan? Nima qilib beray sizga? Nima sizni hozir yoqmayapti? Mana shu videoni olib tashlab, mana shunaqa. Sudga murojaat qiling, mana shunaqa. Un bilan hali vaziyat tugamasdan keyingisi, undan keyin yana keyingisi. Mana shunaqa vaziyatda ko'payib ketgandan keyin men haligacha eski muammolarimni hal qila olmasdan butun yana yangi video ishlab chiqarsam, men o'zimga battar yana ko'paytiraman. Demak, hozir biz qanday buni tushunamiz? Bu vaqtinchalik tanaffus deb tushunish kerakmi buni? Menimcha yo'q. Chunki senzura kuchayayotgani ham bitta katta rol o'ynaydi. Endi qarang, tushundim. Ma'lum bir vaqt bo'ladi, haqiqatdan chidab bo'lmaydigan va keskin qarorlar qilishga, to'xtashga ham to'g'ri keladi. Bunaqa ish o'zim boshimdan ham o'tgan.
ko'rganman. Masalan, men o'zim ham ishimni yig'ishtirib ketganman. Odamlar saylanib qancha kurash bilan boradi va u yerda sabab men bilan bog'liq sababda ishlashdan to'liq qolmadi. Ya'ni sen aytasan, boshqa lekin hech narsa o'zgarmaydi. Qonunlar o'zgarmaydi va hech senga o'zi so'z ham berilmaydigan darajaga keldik. U yerda turishni ahamiyati qolmadi, lekin sizni sharoitingizda hali ham ta'sir ko'rsatish, anaqa imkoniyat qanaqadir ma'noda o'zgartirish odamlarni nimasi bor edi-ku degan. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, agar окончательный sabab bo'lgan narsa bu oilamga bo'lgan tahdid. Demak, mana shu, demak, oilangizgacha kirib borgan va siz endi shu tahdidlar to'xtadimi? Faoliyat to'xtatib, ganim shunda. Demak, hozir joyiga tushdi. Biz avvalo sizni oilangizda tinchlik, o'zingiz bilan tinchlik bo'lishini tarafdorimiz va har qanday vaziyatda siz qabul qiladigan qarorni biz hurmat qilishga majburmiz, to'g'ri qabul qilamiz. Lekin baribir afsusdamiz, shaxsan men ham bu ishni endi siz davom ettirganingizda yana ham yaxshi bo'lardi va endi o'rningizga kimdir boshqasi chiqib davom ettira oladigan bo'ladimi, yo'qmi, unisi noma'lum, lekin baribir ko'pchilikda endi ko'z oldida mana shu nimani asoschisi sifatida yaxshi ma'noda bir iliq fikrlar bilan qoldingiz deb o'ylayman. Bobur G'aniyev shu jarayonda esimga tushdi. Shunaqa avtoblogerimiz bor. Hozir Amerikada yashaydi. U ham mana shu tahdidlar, muammolar bo'lgandan keyin ketib qolgan shu yoqqa. Ayrim vaqtlar gaplashib turaman. Shu bola o'sha o'zini faoliyatini to'xtatganda ma'lum bir vaqt tanaffus qildi. Bilasizmi, menga ichki ishlar xodimi, ya'ni GAI bo'lib ishlaydigan bir ikkita xodimlar aytdi-da. U avtobloger yigit doimiy ravishda ular bilan konfliktda bo'lganda, nizolar va shunaqa janjallar va hokazo. Va uni oxiri zakaz qilib 15 kunga ham tiqishdi-da. Va u chiqqandan keyin to'xtatdi ishini va hokazo o'zgarish bo'ldi. Shu GAIda ishlaydigan bitta xodim menga bir kun aytdi, "Rasul aka, bilasizmi, shu bolani ishini to'xtatgani bekor bo'ldi" dedi. Nega desam, "Qaytanga maza bo'ldi sizlarga" dedim. Har hafta sharmanda qilib videoni chiqarmaydi. Odamlar sizlarni so'kmaydi. Va qaytanga tinchidinglar-ku, mana o'zi shu edi-ku maqsadinglar desam, "Yo'q, u yaxshi ish bo'lmadi. Men endi tushunib yetdik. Shu bolani videolari sabab biz kitob ochib o'qishni majbur bo'lgan edik. Biz o'zimiz kodekslarda, yo'l harakati qoidalarini majbur bo'layotgandik ustimizda ishlashga. U bizni majbur qilyotdi. Biz ancha o'zimizni ustimizda ishlab qoldik. Shu bola majbur qilgan ekan. Endi tushundik, afsus, shu ketib bekor qilibdi aslida" deb menga shu yerda GAIda ishlaydigan bitta xodim gapirib berdi-da. Bilasizmi, ba'zi ishlar bo'ladiki, o'sha qarshi bo'lganlarni o'ziga zarariga ishlaydi-da aslida. Shunaqa. Boshida bu. Endi sizni misolingizda ham men shunga o'xshash bir jarayonni ko'ryapman. Mayli endi men yana ham umid qilaman, balki hammasi joyiga tushib, hali ham balki bir kelajakda o'zgarishlar bo'lar, balki qayta ko'rib chiqarsiz qaroringizni. Boshqacharoq loyihalar bo'lishini plan qilyapti. Lekin yana kuzatganim ekologiya yo'nalishida bir qanaqadir yaxshi bir ishlar qilganingizni kuzatdim, ayniqsa daraxt ekish masalasida menga yoqadigan ishlardan biri. Shunga bu qanaqa loyiha, nima qilyapsizlar? Menga qiziqayotganim shu. Iloji bormi shuni sal ochish? Xo'p, ekologiya bo'yicha bizda ikkita loyiha bor hozir. Xo'p. Buni to'laqonli qanaqadir bir loyiha, tushuntirishlar deb olib bo'lmaydi. Bu shunchaki insonlarga bo'layotgan vaziyatni ko'rsatish. Ya'ni bu yerda yana bitta yangi video chiqqan. Hozir yoz fasli boshlandi. Musorxonalarga to'lib ketdi. Tog'li joylarimizni odamlar piknik qiladimi, boshqa narsa qiladimi. O'sha vaziyatni ko'rsatib berish, iloji boricha, shunga qarshi kurashish. Daraxt masalasi bo'yicha 1 millionta daraxt ekishni plan qilganman, xudo xolasa. Xo'p. Qancha ekdingiz? Juda kam ekdim. Chunki mavsum tugab qoldi. Davomida ekmoqchisiz 1 million? Buni vaqtda menimcha men boshida o'yladim-da, boshida 10 mingta olaymikan, 100 mingta olaymikan dedimda, keyin nima aynan 10 mingta, 100 mingta olishim kerak. Men nima tim shu maqsaddan bo'lgandan keyin tipa tugash kerakmi degan narsa. O'ylab qoldim. Nimaga aynan 1 millionta bo'lish kerak emas? Nima aynan men buni faqat o'zim ekishim kerak? Nima tim mendan keyin ham davom eta olmaydimi? Yoki buni qanaqadir bir katta jamoa yoki qanaqadir bir nodavlat notijorat tashkilotga aylantira olmaymanmi? Degan xayol keldi-da, shuning uchun ham balkim xudo xolasa o'zim ekarman 1 millionta daraxtga. Qanchadir vaqt. Lekin o'sha maqsad shu 1 milliontaga yetish o'zingizda rejada. Hozir lekin Toshkent shahar bo'yicha adashmasam ekyapsizlar, shunaqa. Hozircha boshladik nimaga? Chunki bunda juda katta opitimiz yo'q edi. Men o'zim uzoq vaqt o'rgandim, lekin juda ham ko'p o'rganishni talab qilar ekan. Bu ekilgandan keyin bunga qaraydigan odam kerak. Uni qarab sug'orish, qarab turadigan odami kerak.
u narsaga biz ham nazarimizni tashlab turishimiz kerak. Ekilgan daraxtlarimizdan to'g'ri qarab turishibdimi, yo'qmi? Shuning uchun ham hozircha Toshkent shahridan boshladim. Mahallalarning oldidan ko'chalarning yuzlariga ahamiyat berishni boshladim. Nazoratimga olib tura olyapman. Lekin keyinchalik o'sha hozirdan birinchi video chiqqandan keyin takliflar ko'paydi. Ya'ni biz 10 mingta ko'chat, 100 mingta ko'chat kerak bo'lsa ekishga yordam beramiz tijorat maqsadida. Aktivist tim turgan joyga bizning logotipimiz ham tursin degan ma'noda-da. Shunaqa takliflar. Shunaqa takliflar bor. Men shuning uchun o'ylashim bo'yicha 1 millionta ekish kimdir bilan hamkorlik qilib ham unaqa katta muammoga aylanmaydi. Uni o'sha ko'kartirib olish masala. Lekin sizlar boshlabsizlar. Moliyaviy xarajatlarni kim bo'yniga olyapti? Chunki oddiy ko'chatni o'zini ko'chat holida olsangiz-ku, arzon turishi mumkin, lekin uni tuvakka ekilgan holda u qimmat bo'ladi. Va uni yilni xohlagan vaqtda ekishingiz mumkin-da, qishdan tashqari. Shuning uchun u qimmatroq, xarajati ko'proq. Uni o'zingizlar eplayapsizlarmi? Hozircha o'zim qilyapman. Xohlamaymanki, juda ham ko'p takliflar bo'lyapti, obunachilardan yoki bir boshqa insonlardan donat ochinglar, qanaqadir imkon yaratinglar, kartalar ochinglar yoki boshqa narsa qilinglar. Donat masalasini qonuniy jihatdan men to'liq o'rganib chiqmaganman. Hozir o'rganib chiqyapman. O'zim umuman kartaga pul qabul qilish qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri degan ma'noda odamlardan. Maqsadim donat emas, sal boshqacharoq sistemani keyinchalik qo'yish. Hozircha o'zim oldimdan to'liq qoplayapman hammasini. Chunki aytganimdek, uzr gapingiz bo'ldim, buni tijorat orqali ham qilish mumkin. Kelayotgan takliflar orqali qilishim mumkin. Ladno, kimdir logotipi bo'lsin, lekin biz maqsadimiz bo'ylab yuraylik udalishi. Albatta, u maqsadga yetishga xizmat qilish kerak. Shu ma'noda men o'zim ham harakat qilib ko'rdim. O'zbekistonliklar bog'i degan shunaqa bog'lar qilamiz. Ikkita nuqtada qildik. Toshkent shahrida bitta, Toshkent viloyatida bitta. O'sha bizning davlat idoralarimizdagi byurokratiya shunchalik kattaki, prezident tomonidan qaror chiqarilib, mana 10 yilgacha ijaraga olib bo'sh joylarga eklaring degan ma'noda bo'sh joylarni olish o'zi shunchalik muammo bo'ldi. Va bor-yo'q ikkita qildik. Men shu jarayonni o'zim ham ko'rdim. Oson emas bu, lekin umuman aytganda bu yaxshi g'oya, yaxshi xohish va ko'pchilikni birlashtirishi mumkin. Endi sizlar shu kelajakda faqat mana shu ekologiya yo'nalish ikkita loyiha doirasida ishlar davom ettirmoqchimisiz yo qanaqa endi rejangiz? 5 xil yo'nalishda loyihalar bor. Xo'p. Undan bor-yo'g'i biz 3 tasini ochib ko'rsatdik. Qolganlari bu o'zi ya'ni hayvonlar, musorxona, daraxt ekilishi bu ibrat bo'lishi uchun olingan narsalar. Lekin avvalambor meni aktivist deb tanishgan. Ya'ni meni o'zimni xarakterim, talabchanligim orqali odamlar menga obuna bo'lgan deylik. Shu narsa, ya'ni men ularga tochka B bo'lganman. Avvalambor o'zi kimgadir podpisatsiya qilayotganda odam o'sha narsani o'ziga tochka B deb hisoblaydi. Meni fikrim bo'yicha. Va hozir ular xohlayotgan tochka B bo'la olmayman, lekin bizda boshqa ko'rinishdagi loyihalar bor. Ular ko'proq tayyorgarlikni talab qilyapti. Xuddi birinchi loyihamga o'xshab, birinchi loyiham o'ziga yarim yil tayyorgarlikmanda ketgan. Shuning uchun ham tez kunda ochib ko'rsataman, loyiha ko'rinadi, lekin hozir u haqida nimadir deya olmayman. Tasavvur qiling, mana sizga hozir ko'proq video bloglar orqali, mana shu axborot texnologiyalarini bergan imkoniyati orqali ko'proq ko'rinyapsiz va loyihalaringiz, ishlaringiz ko'proq shular bilan bog'liqda. Agar ertaga, masalan, tasavvur qiling, bir hafta yo qanchadir muddatga umuman internet ishlamasa, to'xtab qolsa shu proseslar, siz qaysi yo'nalishda o'zingizni ko'rgan bo'lardingiz? Internet ishlamay qolsa, masalan, internet ishlamay qoldi, lekin siz baribir sizni ko'pchilik taniydi, biladi va o'zingiz yana qanaqadir kasb-hunarlaringiz bordir balki. Avvalambor bor. Kollaps holati bo'lishi mumkin. O'tganda svet ham ko'rdingiz-ku. Umuman O'zbekistonda kerak bo'lsa o'chib qoldi ma'lum va. Shunaqa. Shunaqa bo'lsa. Avvalambor meni aktivist proyekti yoki undagi Instagram, YouTube, Telegramda bo'ladigan reklamalar yoki shunga o'xshash narsalar o'zimni yashashimga va rivojlanishimga aynan o'zimnikiga hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu narsa, ya'ni internet yopilib ketsa ham, men qanaqa yashayotgan bo'lsam, nima yeyotgan bo'lsam, nima ichayotgan bo'lsam, shu qiziqda masalan, shu qiziqtiryapti. U narsa davom etadi xudo xolasa. Nimaga? Chunki meni o'zimni bir kichik bir tijoratim bor. U haqida ochiqlab gapira olmayman. Shu bo'yicha davom etadi. Tijorat siri bo'lishi mumkin. Shunaqa. Kimdir nazar tushib qolmasligi uchun tijoratga ham. Endi bizda odatda shu kim nima ish qilayotgan bo'lsa, aybini qidirib yurgan bo'lsa, davay boslaring deydi-ku, nalog to'layapti. Hamma yo'q bir tekshirib ko'raylikchi deb. Lekin hamma yo'q oppoq. Men hayron bo'ldim. O'zi umuman bizda bloger degan kasb yo'q qonunchilikda.
Yo, bloger tushunchasi bor, lekin qonunda axborotlashtirish to'g'risida Yo'q, ya'ni nalogda demoqchiman. Bu mana bir inson internetda faoliyat olib boradi va shuning uchun ham reklamadan qanchadir soliq to'lash kerak degan bir to'liq tushuncha yo'q. Bu misol uchun men hozir YTT bo'ladigan bo'lsam, reklama ishlab chiqarish bo'yicha olganman-da. Ha. U misol ko'chadagi bannerlar bo'lishi mumkin. Shunaqalarning sohasini olganmiz. Lekin aynan bizaga qanaqadir bir yo'nalish qonunchilikda hali ko'rsatilmagan nalog to'lash bo'yicha. Lekin shunga qaramasdan shu reklama ishlab chiqarish bizga ko'proq to'g'ri kelar ekan deb shuni tanlaganmiz. Hozir mana sizni faoliyatingiz o'rganib chiqish davrida endi juda ko'plab savollar bor edi. To'g'risi ba'zilar takrorli bo'lib qolishi mumkin. Lekin baribir menimcha ko'pchilikda o'sha ko'nglidagi savol, fikr qolib ketyapti. Mana shu iste'molchilarda haq-huquqlarini himoya qilish, ularni faollikka chorlash bo'yicha boshlagan loyihangiz. Shu loyihani balki siz bo'lmasa, agar siz to'xtatgan bo'lsangiz, boshqa kimdir davom ettiraman, shuni qilaman, yo'l yo'riq ko'rsatib tur, yo shuni shu huquqni bizlarga ber degan qanaqadir taklif bo'ldimi, yo'qmi? Balki endi buni baribir aktivist uz deganda baribir sizni tushunishadi ko'pchilik. Aytgancha patentimiz ham bor. Ustiga ustak patentinglar bor ekan. Bu ishni siz qilmasangiz biz qilaylik degan ma'noda shunaqa chiqishlar, takliflar bo'lmayaptimi? Avvalambor yo'q. Menimcha videolarni ko'rgan odam o'zi ham biladi bu ishni o'zi bemalol qila olishini. Lekin maslahat yoki nimadir kerak bo'lsa, men ochiqman. Oldimga kelib mana shunaqa vaziyatlar qanaqa. Men ko'p intervyularda ham aytganman, podkastlarda ham o'zim bilganimda shunchalik qiyinchiliklardan o'tishimni, shunaqa yo'llar borligini, shunaqa problemalar bo'lishini boshlamagan bo'lardim deganman. U odamga ham bu narsani endi oxirini o'ylagan qahramon bo'la olmaydi degan gap ham bor. Ya'ni ko'p o'ylab olish ham kerak emas. Shuning uchun avvalambor menga emas, o'ziga bog'liq. Shunaqa jasorat topa olsa o'zida, ya'ni men boshlayman, shu narsani qilaman, undan ham zo'r ko'rinishda qilib beraman kerak bo'lsa desa, maslahatga ochiqman. Mana qarang, o'sha qisqa davr bo'lsa ham qanchadir faoliyat yuritdingiz, ko'rdingiz, ko'p muammolarning ichiga kirib bordingiz va bizni hozirgi sharoitda iste'molchilik madaniyatini oshirishda, mana chet ellar bilan solishtirganman deb aytyapsiz. Eng katta muammoingiz nima ekan? Har doim korrupsiya kelib taqaladi. Korrupsiya deganingizda aynan qaysi joydagi korrupsiyani aytyapsiz? Maishiy korrupsiyalar. Ya'ni masalan sotuvchi yo ishlab chiqaruvchi bilan o'sha davlat organlarining o'rtasidagi holat. Davlat organlarini kontroli kuchli emasligida bu narsa. Demak, davlat organlari o'ziga yuklatilgan vazifa, vakolatdan maksimal foydalanmasdan balki maksimal foydalanar. Men chunki bir marta ses xodimi bilan gaplashganimda, bizani o'zimiz iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlarida gaplashganimda, tadbirkorlarga keng imkoniyatlar yaratilyapti. Biza qarshi emasmiz. Shunaqa, shu bilan birga tekshiruv payti tam 1 yilda bir marta tekshirishga, o'shanda ham ogohlantirish berib tekshirishga imkon yaratilgan ularga-da. Shuning uchun ham biza ko'p xatolarni nima desa bo'ladi, sizga o'xshab qila olmaymiz. Ya'ni ularning qo'li boylangan, meni qo'lim boylanmagan. Men iste'molchiman-ku. Shuning uchun ham shunaqa qila olmaymiz degan gaplar eshitganman. Unda nima, masalan, srok o'tgan, muddat o'tgan tovar turibdi, uni sotyapti, achib ketgan, zaharga aylangan kerak bo'lsa, uni ko'rib bilib turib, men 1 yilda bir martagina tekshira olaman, hozir kira olmayman, uzr deb shunday qarab turaman demoqchimi? Nima men? Faqat ariza bo'lsa. Demak, ariza, murojaat bo'lsagina kira olaman, boshqa payt o'zimiz kira olmaymiz. Bu o'rinda demak fuqarolarning sog'lig'i, hayotini xavfsizligi bilan bog'liq jarayonda tekshiruvga oid mana shunaqa cheklovlarni qo'yishi aynan bu yo'nalishda unda xato ekanda. Qisman haq, qisman yo'q. Tanganing ikki tomoni bo'ladi. Nimaga? Chunki to'g'ri, tadbirkorlik rivojlanishi uchun xalaqit bermaslik kerak iloji boricha. Xo'p. Lekin gap sog'liqqa kelib taqalganda, sog'liqqa tekshiruvlar baribir bo'lishi kerak. Bu yerda shu paradoks. Arizani kutib o'tiradigan bo'lsa, unda qachon u qanday qilib siz men Yaponiyada ham ko'rdim. Haqiqatan odamlar qo'rqmasdan magazinlarda xohlagan tovarini oladi va 100% ishonch komilki uni srok o'tmagan. U sifatsiz emas, o'ylanib ham o'tirmaysiz. Tartib joyiga qo'yib qo'yilganda. Xo'p, biz O'zbekistonda shunaqa, biz ham o'zimiz 100% shunaqa his qilishimiz uchun demak, bu organlarni iste'molchilar agentligini agar sezsa, oyoq qo'li bog'langan bo'lsa, 1 yilda bir marta faqat ko'ra olaman, ariza bo'lmasa ko'ra olmayman desa, unda qanday bizda unaqa sharoit bo'ladi? Bo'lmaydi.
Shuning uchun ham ularga imkon yaratib berish kerak, lekin imkon yaratilgan joyda korrupsiya yana kuchayadi. Ha, demak, Korrupsiya baribir glавный muammoga aylanib qolaveradi hamma yoqda. demak korrupsiya muammosini borligi bu organlarga nisbatan bunaqa vakolat imkoniyatni berishga ishonchni pasaytirib yuborganda. Misol uchun birinchi prezidentimiz Islom Karimov payti ularga juda kuchli vakolatlar berilgan. Nimaga o'shanda shu narsalar qilinmagan? O'sha paytda ham shu qonunlar bor edi. Demak, bu ishlar korrupsiya orqali hal qilib ketilavergan. Hozir prosta narxi tushib ketdi o'sha. Keyin qarang, Hoji Akbar, siz endi ko'p magazinlarda yurgansiz. Lekin bozorlardagi ahvolga nima deysiz? Mana masalan, savdo nuqtalarida, bozorlardagi yo'q ko'chada, rastalarda sotish, uniga nima qanday munosabat? Xo'p, borganmiz, tekshirganmiz, o'rizorni ham tekshirganmiz, videolarini ham qo'yganmiz, ko'p bozorlar viloyatlarga ham kirganmiz. Avvalambor men faol bir inson sifatida, bu sohani tushunadigan inson sifatida bozorlardan narsa olishni umuman maslahat bermayman. Ha, bozor. Umuman, chunki u yerda tovarni saqlanish sharoiti degan narsa bor, muddatidan tashqari. Unaqa narsalar 90% amal qilinmaydi. Quyoshlarda yotadi tovarlar, misol uchun. Xolodilnikda turish kerak bo'lgan narsalar quyoshda qalbasalar osilib yotishi mumkin. Bunaqa holatlar srogi yaxshi bo'lgan taqdirda ham tovari buzilishiga olib keladi. Xalqimiz endi arzon shunaqa deb bozorga tushishadi, lekin men ko'p holatda arzon narsalarga men o'zim qaraganman-da. Xo'p, arzon ekan, tushayotgan ekan. Tekshiruvsiz o'zim tushganman, prosta tovar ko'rish uchun. Nimaga odamlar shu yerdan asosan bozordan oladi? Arzon narsalar asosan muddati o'tgan narsalar. Uni sotish ham o'zi mumkin emas. Mumkin emas, lekin ular bu narsani qanaqa taqqoslaydi? Korzinkada 8000 sotilayotgan bo'lsa, Snickers bozorda 5000 bo'lsa, 5000likni muddat o'tgan, buni muddat o'tmagan-u. Odamlar arzon narsa xohlaydi, viloyatlarga, o'rizordan kelib viloyatlarga olib ketishadi-ku tovarlarni. Shuning uchun ham bizdan olishadi deyshadi. Sotayotgan magazinchi ham, o'rizordan sotayotgan magazinchi o'zini viloyatida sotadigan. Bilib turib o'sha muddat o'tganini sotib oladi. Chunki 5000 lik Snickers u osonroq sotadi 8000 lik Snickersga qaraganda. Bunda ustuvor prioritet nima shunda? Insonni o'zini salomatligiga umuman ahamiyat bermasligimi? Yo shunchaki arzon narsaga o'chlikmi, nima bilan? Yo hayot anaqa daromad pastligidanmi, nima? Iste'molchi bilmaydi muddat o'tganini uni. Uni faqat do'konchi va o'rizordagi sotuvchi biladi. Bilsa olmasmidi deb o'ylaysizmi? Bilsa olmasdi deb o'ylayman, lekin bor, har doim prosentovka bor. Arzonlik mayli muddat 5-10 kunga o'tgan ekan, baba olaman deb. Mani organizm ko'taradi deb o'ylaydi. Ha, shunaqa odamlar bor. Bu daromad pastligiga olib keladi. Daromad pastligidan kelib chiqadigan narsa menimcha. Demak, sharoitning og'irligi shu muddat o'tgan bo'lsa ham yo sifatsiz bo'lsa ham shu tovarlarni olishga uni majbur qiladi demoqchisiz. Qisman ha. Demak, hozir biz hayot sifatini oshishi, iste'molchilik madaniyatini oshishi bevosita o'sha insonlarning iqtisodiy ahvoli yaxshilanishi bilan bevosita bog'liq ekanda. Mencha ko'p muammolarni o'ylayman-da. Nimaga kelib chiqdi bunaqa narsa? Nimada ayb, kimda ayb? Chuqur kirishga harakat qilaman-da har bitta narsaga. Juda ham ko'p muammolarni oxiri korrupsiyaga kelib taqalaveradi. Tushundim men sizni. Masalan, davlat o'sha sohani nazorat qilish kerak bo'lgan davlat organlari va nazorat obyekti tadbirkor o'rtasidagi o'sha munosabat. Nazoratsizlik hammasi korrupsiya bilan bog'liq. Endi qarang, siz mana shahar hududlarida ham shunaqa o'rganishlar qildingiz va qishloq, chet hududlarda ham, ya'ni iqtisodiy imkoniyatlar har xil hududlarda o'rganishlar qildingiz. Farq sezdingizmi? Ya'ni qayerda ko'proq qonun buzilishi kuzatiladi? Albatta shaharda kamroq. Shaharda tartib bor, kamroq. Qishloq, chet joylarda bardakroq, bardakroq. Misol uchun bilim sohasiga keladigan bo'lsak, ya'ni qishloq deganda ham qanaqa? Misol uchun Qashqadaryoni Qarshi shahrini primer qilib ola olmaymiz. Yo'q, mana qishloq demaylik, masalan, shahar bilan iqtisodiy imkoniyati bu yerda yuqoriroq, bu yoqda sal pastroq bo'lishi mumkin. O'rtada shu sohada qonun buzilishlaridan ham katta farq sezyapsizmi? Kuzatdingizmi? Nima bo'ladi? Qarshi nimasda? Misol uchun kitob, shahri sabzdan oladigan bo'lsa, o'ta qonun buzilishlari ko'proq iste'molchilar. Nima bilan bog'liq deb o'ylayapsiz buni? Shu insonlarning daromadi pastligi. Demak, daromad pastligi sifatsiz tovar bo'lsa ham unga ko'z yumishga va uni sotib olishga majbur qiladi demoqchisiz. Demak, biz asosiy hozir ishimizni toki odamlarning daromadi oshmaguncha joylarda iste'molchilik madaniyatining yuksalishi, o'sha qonun tartib qoidalarida o'rniga tushirishda biz sezilarli natijaga erisha olmaymiz. Shuning uchun men bitta narsani o'ylagan edim. Bilasizmi, Amerikada soliqsiz joylar bor. Shaharlar bo'ladi shunaqa.
ya'ni har bir shahrida har xil soliqlar. Ha, to'g'ri, shu hududiga, shtatlariga qarab. Bitta voqea haqida o'qib qoldim-da. Xo'p. Bitta inson poyezdda ovqatlanib ketyapti-da. Zakaz qildi, poyezdda ovqatini yeyapti-da. Uni oldiga o'rtog'i keldi-da. U ham ovqat zakaz qildi. U ham ovqatini yeyapti-da, bittasiga $12 shot olib kelyapti, bittasiga $15 shot olib kelyapti. Ana $15 aytyapti. Biz bir xil narsa yedik. Nimaga unaqa desa, bu shtatda zakaz qildi narsasini sen bu shtatda zakaz qilding. Ya'ni poyezdda ketayotgan payti. Tushunmasa vaziyatni. Ikkalasi bitta poyezdda bitta joyda o'tiribdi. Lekin hudud boshqa bo'ladi. Hudud boshqa. Ya'ni bu amal qilishi darajasi zo'rligini-da. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, qonunga realniy o'shalar amal qilyapti, solig'iga ham, даже apparati ham o'zgaryapti o'sha shtatiga qarab. Xo'p, men endi aytmoqchimanki, men bilamiz juda ham ko'p insonlar Toshkentga keladi yoki Rossiyaga ketadi. Shu ahvolni yaxshilash uchun. Men har bir yilni qaysidir bir viloyat yili qilgan bo'lardim-da, o'sha joyni free zonaga aylantirgan bo'lardim. Tadbirkorlar maksimalni o'sha joyga o'tishi uchun. Misol uchun 2025-yil Qoraqalpoq yili, Qoraqalpog'iston Respublikasi yili. Free zona Qoraqalpog'iston. Xohlagan tashkilotingni qil, odamlar qaytishni boshlaydi. Mana hozir ekologiya haqida muammolarni gapiramiz-ku. Viloyatdan odamlar ko'p kelyapti, mashina kelyapti. Конечно, imkon shaharchalik bo'lmagandan keyin yoki nima desa bo'ladi, daromad past bo'lgandan keyin kelishga majbur ko'plar. Yoki Rossiyaga ketishga majbur. Shuning uchun ham o'tda free zona yaratilsa, ko'p tadbirkorlar o'z u yoqqa boradi, ishlar rivojlanadi, men o'ylashim bo'yicha shu keyingi yil almashtiraversa bo'ladi. Yilma-yil viloyat yillari qilish mumkin demoqchiman. Bu yaxshi taklif, menga yoqdi. Bunaqasini eshitmadim. Balki buni o'ylab ko'rish kerakdir. Bizni balki kuzatadigan shunaqa takliflar ishlab chiqishda fikrlar oladigan odamlar bu gaplarni eshitib qolsa, balki o'ylab ko'rar. Umuman aytganda yaxshi, asosli taklif. Shunda shahar ham ancha bo'shashni boshlaydi. Ya'ni misol uchun Samarqanddan ko'plar Amerikaga boradi-yu, bir Qashqadaryo yoki Surxondaryodan kelayotgan odamlar ham ko'proq daromad topish uchun baribir keladi. Daromad topmoqchi, tadbirkorlarning o'zi borsin o'sha yoqqa. Lekin bitta moment bor. Shunaqa anaqalar borki, tadbirkorlar o'zbekchilik bo'lib ketib, buni o'yin qilib tashlashligi mumkin. Bu tomondan ham o'yladim. Top 100 ta налог to'laydigan baribir korxonalar bo'ladi, to'g'rimi? Top 100 tasini joyidan qimirlatishmasin. Ya'ni bilsangiz, misol uchun aytaylik, Korzinka top 10 taliga kirsa, soliq to'lovchilar bo'yicha Korzinka free zonaga o'tkazib kelib qoldi. Ofisini. O'sha yoqqa soliq to'laydi o'sha yerda endi. O'sha top 100 talikni joyidan qimirlatishmasin. Shunda menimcha bardakam bo'lmaydi deb o'ylayman. Qarang, hozirgi sharoitda, shu kecha kunduzda bizning O'zbekistonda birorta savdo nuqtasi bor deb hisoblaysizmi? To'liq iste'molchilar to'g'risida qonunga, talabga javob beradigan. Korzinka o'zi to'liq javob beradi. Demak, Korzinkaga kirganimizda u yerda birorta sifatsiz mahsulot avvalambor bo'ladi. Bironta degan narsa juda qiyin masala. Ya'ni idealda yo'q, lekin nisbatan darajasi yuqorisi bor. Agar men protsentda beradigan bo'lsam, Korzinkaga 95% bergan bo'lardim. 95 Korzinkada o'zgarish bo'ldi demak. Boshda qanaqa edi siz ish boshlaganingizda o'sha yerdagi? Savdo bo'yicha yaxshi edi ular, odam ko'p olardi, lekin sifat. Eng sifatsizi Korzinka edi. Yo'q-e. Meni nazarimda shunaqa edi. Keyin ular o'zgarish bo'ldi. Ularda tovar oborot zo'r edi, lekin bir xil momentda endi prosta nima desa bo'ladi, shu sohada professional odamlari bo'lmagandan ham kelib chiqishi mumkin-da. Ya'ni qaranglar, kompaniyani uchredительning oldiga kirib, biz ham bunaqa narsa qilmayapmiz, shuni qilishimiz kerak, bu ham bunaqa qonunlarda ko'rsatilgan degan odam bo'lgani uchun ham balkim bordir. Bo'lgandir shu muammo ularda. Ular asosan balkim savdoga yoki klient bilan bo'lgan muomalaga, standartlarga qaratishgandir vnimaniyani. Lekin qonun jihatga qaratishmagandir. Keyin mana Hoji Akbar tadbirkorlik haqida gapiryapmiz. Tanganing ikkita tomoni bor deyapmiz. Haqiqatan faqat iste'molchini emas, shu bilan birga o'sha xizmat ko'rsatuvchi yo ishlab chiqaruvchini ham o'ylash kerak. Xo'p, bizani tadbirkorlarni yoki shu savdo nuqtalari egalarini nima majbur qilyaptiki, ayrim holatlarda shu iste'molchilar to'g'risidagi qonun talablariga rioya qilmaslikka ularni. Siz kuzatdingizmi shu? Nafs va dangasachilik. Boshqa narsa yo'qmi? Ko'p holatda yo'q. 90% shuni deyman. Nimaga deyap? Bitta sizga primer aytib beraman. Pepsi marketologi bilan o'tiribman-da. Gaplashib o'tiribmiz. Aytibdilar, Jizzaxda deyaptilar. Jizzaxda do'kon bor, aytaylik. Bu primer deyapman sizga Jizzaxda deb, aniq joyini aytmasdan. Endi viloyatda-da ham o'sha yerda muddat o'tgan Pepsi bor ekan. Qanchadir kolleksiyada muddat o'tgan ekan. Endi u Pepsiga to'lab qo'ygan-ku. Shuni olamiz-da.
Sanga keyingi haftami yoki undan keyingi haftami yangisini olib kelib beramiz. Tekindan tekin. Na olib borib olib kelishga to'laysan, na yana qanchadir ustma-ust pul to'laysan. Shunda olib borib olib kelamiz deb. U do'konga eslatibdi. Men nima qilaman? Sizlarga berib yuborib, mashina shu yerda sotib yuboraman. Hozir pulim muzlab qoladi deyapti. Endi menga yetib berilayotgan. Bu yerdan qani kim aybi bu? To'g'rimi-to'g'ri nafs aybi-da bu. O'sha odam tartib ko'rsatilgan, qilinishi kerak, qilmayapti tartibini. Korrupsiyachi, mana bu yuqorida sanadingiz korrupsiya holati bor deb. Yo tadbirkorlar o'zlari u tomon korrupsiya qilish xohlamasa ham aka men buni olib qo'ymasangiz bo'lmaydi deb o'zlari yo beradimi? Yo davlat organlarini hech qanaqa aybi, harakat yo'qmiki, ularni shu sifatsiz bo'lsa ham shuni sotib olmasam bo'lmaydi boshqa deb ko'z yumishga majbur qiladigan. Faqat nafs dangasalik shu ikkita omilmi? Nafs dangasalik. Endi nafs deganda misol uchun ko'p narsani to'g'rilab o'tirganimdan ko'ra, uni nimaligini tushunib o'tirganimdan ko'ra sotib olganim yaxshi. Ya'ni kerakli o'rganda sotib olganim yaxshi. Odamlarda shu sifatsiz bo'lsa ham shunga talab bor. Odamlarda talab borligini sababi shu daromadga kelib taqaladi yana. Yo, tushundim. Mana masalan, men ayrim tadbirkorlar bilan gaplashsam, aytaman-da, men savol beraman ularga. Sizda masalan, siz 20 ta odam ishlatyapsiz, lekin nimaga yashiryapsiz uni? Nega 10 tasini faqat rasmiy qilib ko'rsatyapsan? Nega qolgan 10 tasini ko'rsatmay, faqat nalichka pul beryapsan? Bu noto'g'ri-ku desam, menga ba'zan aytadiki, Rasul, soliq yuki shunchalik og'irki, men majburman shunaqa ishlashga. Mendan birorta soliqchi kelib, qaror qabul qiluvchilar kelib, nima uchun shunaqani ishlatyapsan? Ochiq ishlashing uchun nima qilib beraysan? Men aytadigan gapim bor. Men aytadi, soliq yukini pasaytirib bersa, boshqa qilsa, men ochiq ishlayman, lekin meni davlat organlari majbur qilyapti shunday ishlashga degan ba'zan gapda aytishadi-da. Endi xuddi shu holatdan men kelib chiqib so'rayotganimki, ya'ni bizni tizimimiz, muhitimiz, davlat organlarining munosabati aynan siz yuqorida shu o'rganishlaringizda ko'rgan sifatsiz tovarlarni sotishga, so'rovga o'tgan narsalarni sotishga, iste'molchilar bilan past nazarda munosabat qilishga majbur qilib qo'yadigan omillar qatorida emasmi? Soliqmi? Men endi bitta soliq misol qilib aytaman. Umuman soliq emasdir, balki sesdir, balki pojarniydir, umuman davlat organlari, balki hokimiyatlardir. Shunaqa omillar yo'qmi? Kuzatmadingizmi? Soliqga keladigan bo'lsak, avvalambor men o'ylashim bo'yicha soliqlar bizda qimmat, ya'ni katta protsentda hali ham. Albatta oldin 20% edi, keyin 15 ga tushdi, hozir 12 ga tushdi MTJlarga. 1 milliarddan daromadi ko'proq bo'lganlarga men 12 ni ham ko'p deb hisoblayman. Agar chet elga qaraydigan bo'lsak, biz ko'rishimiz mumkin. 5, shtatiga qarab 3% bilan bu ya'ni nima olib keladi? Bilasiz, tonirovka 3 million qanchadir turganda ana bor 10 mingta odam qilardi. Endi ko'pchilik. Endi tonirovkaning narxi tushdi, ya'ni g'aznaga undan ham ko'p pul kirib kelishi boshladi. Ko'proq odamlar qilyapti-da, undan ham ko'p pul kelish boshladi. Men o'ylashim bo'yicha bu yerda ham narxga ham ta'sir qiladi aynan soliq, juda katta. Shuning uchun soliq tushirilsa, o'ylashim bo'yicha odamlar ham yaxshiroq narsa sotib olishga harakat qiladi. Tadbirkorlar ham sifatli narsa sotishga o'z o'rnida hammasini ozgina o'rni bor. Ya'ni hamma narsani ochiq qilishga harakat qilaveradi. 10 ta emasda 20 ta ishchisini ko'rsatadi kerak bo'lsa keyin. 12% emasda 5% to'lasa. Qarang, mana chetlarda ko'ramiz, agar mahsulotni shu muddati tugashiga 1 kun qolsa yoki ma'lum bir qolsa, rosa protsent anaqa skidkalar qilib tashlaydi. Tezroq sotishga harakat. Agar 1 soatga o'tsa ham o'zi olib qo'yadi, bo'ldi. Zarar bo'lsa ham-da. Bizda ham aslida shunday bo'lishi kerak, lekin bizniki bilan ularnikining farqi nimada? Nega bizda o'sha soatlab yo kunlab o'tsa ketsa ham turibdi, rassalarda olmayapti. Yo zararni qoplashda qanaqadir chet ellarda sug'urta tizimi borki, bizlarda yo'qmi? Nima bizda o'sha rastada o'sha sifatsiz muddat o'tgan bo'lsa ham tadbirkor sotib olishga majbur qilyapti. Yo zarar faqat tadbirkor bo'yinda qolib ketadi. Nima farqi bor? Katta setlarga keladigan bo'lsa, bu narsa bor bizda. Katta setlarda qanaqa masalan? O'sha siz aytganingizdek 1 oy qolganda, 15 kun qolganda, 10 kun qolganda skidkalarga tushishi bor. Tushiradi, lekin skidkadan ham sotilmasa, turibdi mana. 2 kun o'tib ketdi misol uchun. Turibdi, lekin olib tashamayapti. Chet elda bo'lsa olib tashar edi. Bizda olmayapti. Nima farqimiz bor? Agar bu katta set bo'lmasdan, kichkina bir do'konda misolida oladigan bo'lsak, mahalladagi do'kon misolida oladigan bo'lsak, nafs. Tushundim, umumiy nafs deb tushunyapman. Ya'ni masalan Yaponiyada deylikki, mana shu suvning narxi anaqa srok o'tib qoldi deylik. Uni olib tashyapti. Olib tashadi.
u yerda nima tadbirkor zarar ko'rmaydimi? Shunda uni kimdir qoplab beradimi? U qo'rqmay olib tashyapti. Qani. Bizda nima? Faqat tadbirkor o'ziga qolib ketadimi zarar? Nima farqimiz borki, tadbirkorni shu riskka borishga majbur qilyapti? Hech qiziqib ko'rdingizmi? Qiziqib ko'rganman. Nimaga qilishmaydi vazirат? Nimaga yoki shu narsa? Tadbirkorlikda shunaqa narsa borki, bir xil ishlab chiqaruvchilar Xo'p. qaysidir seslarga taklif boshqacha beradi, kichkina do'konlarga taklif bo'shqacha beradi. Ya'ni qaysidir seslarga tursin, sot bo'lganingdan keyin pulingni olaman deydi. Kimdirlarga shuni sotasan, sota olmasang o'zingda qoladi deydi. Zarari ham Zarar san. o'zing kirasan. Lekin hozir bu narsa yaxshilanyapti. Chunki nima desa bo'ladi sizga? Konkurensiya paydo bo'ladi har bitta narsada, mahsulotda. Konkurensiya paydo bo'lganini hisobiga kimdir mayli sur'atga o'tgan bo'lsa qaytarib olaman. Deyiz, o'rniga yangisini beraman deydi. Hozir 90% tovarlar shunaqa bo'lib ketdi, kichkina do'konlarda ham. Bu narsa endi rivojlanib boryapti. Boya aytdim-ku sizga, Pepsi o'zi borib olib ketadigan joyda ham bir xil odamlar baribir nafs quli bo'lsa bermaydi-da. Shu iste'molchi sifatida endi biz hozir ko'proq savdo tochkalari haqida gaplashdik. Endi sizni loyihangizdan kelib chiqib ko'proq fikr yuritishga harakat qildik. Umuman iste'molchi deganda faqat savdo emas, umuman qaysidir xizmatdan foydalanmoqchi bo'lganlarda ham biz tushunsak bo'ladida. Faoliyatingiz davomida boshqa yo'nalishlarda ham ko'rdingizmi iste'molchilarni haq-huquqlarini himoya qilish masalasini? Albatta, juda ham ko'p soha bor. Men o'zim aziyat chekkanim uchun bitta sohaga kirgan bo'lsam, shuni nazorat qilgan bo'lsam, bu faoliyatda boshlaganimdan keyin tushundimki, juda ham ko'p sohada muammolar bor. Lekin qolganlarga kirmadingiz. Yo'q, qolganlarini ham izucheniya talab qiladi-da. Masalan, men oziq-ovqatga kirayotganimda necha yuztadir qonunni o'rganib, tartiblarni o'rganib, qanaqa bo'lish kerak, nima bo'lish kerakligini o'rganganman. Qolgan narsalarga ham kirayotganda izucheniya talab qilinadi. U izucheniyani albatta qilish mumkin. Bemalol bu narsa muammo emas, internet bor. Qanaqa tartibi nima bo'lishi mumkinligini. Hozir bitta shunaqasini o'ylaganman. O'sha ochib ham qo'yaman ko'p narsalar. Yo mayli, Shunaqasini o'ylaganman. Shunaqa bitta soha bor. U yerda masalan oziq-ovqatda отравление bo'ladigan bo'lsa, bu yerda katta pulga tushish bo'lyapti. Odamlar rostdan ham juda katta pulga tushyapti uning orqasidan. Shuning uchun ham bu sohani sekin nazorat olyapman, o'rganyapman. Qanaqa, nimadan muammo bo'lib chiqyapti, kimda ayb bo'lyapti, tartibi qanaqa bo'lish kerak, qonuni qanaqa bo'lish kerak. Hozir o'rganishdaman bu narsada. Mazmunli fikrlaringiz uchun katta rahmat. Endi bitta sizdan tavsiya eshitmoqchiman. Agar mayli raqamlarda ko'rsatmaylik. O'zbekistonda iste'molchilik madaniyatining yaxshilanishi, odamlar olayotgan mahsulotda, ko'rsatilayotgan xizmatdan sog'lig'iga, hayotiga zarar yetmasligi uchun oldimizda qanaqa masalalar turibdiki, e'tibor qaratsa shunga davlat organi ham, odamlarning o'zi ham shu muammolar hal bo'lib ketadi deb aytsak bo'ladi. 1, 2, 3 nima deysiz? Birinchi o'rinda har bitta sotib olayotgan odam sotib olayotgan tovarini nimaligini bilishi. Ya'ni qanaqa qiziqish kerak mana. Albatta. Hatto suvimizda ham srok yozilganda. Shunga ya'ni qiziqib ahamiyat berishni boshlash kerak. Mana bu yoqda yozilgan. Qog'ozgacha yozib qo'yiladi. Yoziladi. Ahamiyat berishni boshlasa, uje bu 70% ish qilindi. Unga nima olib keladi shu ahamiyat berish? Ayting-da. Endi menga o'xshab tili kuyish olib kelishi mumkin. Yoki-da shunaqa medialarni ko'rib, ya'ni bizni boshida aytganda iloji boricha kattaroq auditoriyani qamramga olishga harakat qildik. Sizlar sotayotgan oddiy narsalar ham na samom деле juda ham ko'p so'rab o'tib ketganlari bor. Ya'ni sizlar ahamiyat bermayapsizlar. Kasal bo'lmaysan, sog'lig'ing uchun kerak birinchi. Shunaqa. Xo'p, bu asosan sotayotgan nimaga qarash. Bu bir. Yana nima deysiz? Bu bir. Ikkinchi o'chirda bu davlat tashkilotlariga avvalambor ko'z yumish kerak emas. Nimada? Mana aytayapman, 1 yilda bir marta tekshirishga haqqi bor ekan. 1 yilda bir marta tekshirishga haqqi borligini bilib turib kelib, xodimlar nimani tekshirishni bilmaydi. Qanaqa tartibda tekshirishni bilmaydi. Menda hatto shunaqa holat bo'lgan, siz meni oldim kelganda, men sizga tushuntiryapman, qarang, men yo'lda bunaqa ma'lumotlar bo'lishi kerak, men yo'lda bunaqa narsalar bo'lishi kerak bo'ladi, yo'q deb tushuntiryapman-da, siz xodimni o'ziga. Bu O'zbekistonda yo'q deydi. Nima qilish kerak? Qayerda bor shunaqasi deydi. Xodimlarni tozalash kerakmi, attestatsiya qilib? Bilmadim. Men o'zim o'sha yerda sal miyam перезагрузка berib yubordi. O'zbekistonda yo'q degani bo'ldi, qonunni chetga olib qo'yinglar, u o'zining hayoti bilan yashayapti, biz bu yerda o'zimizning hayotimiz bilan yashaymiz ham. U nima uchun yozilgan qonun? Xo'p. O'sha narsani tushuntirganimdan keyin men o'ylashim bo'yicha baribir xodimlarni ko'proq tartiblarga, qonunlarni o'rganishga ahamiyat berish kerak. Bu narsa juda ham past.
Man sizga nechta organ haqida gapiradigan bo'lsam, o'zini qonun qoidalarini o'qib chiqishmaydi-da. O'qib chiqishgan bo'lsa ham bilishmaydi. Bizda bilasizmi, iste'molchilar agentligi umuman kuchsiz organga aylantirib qo'yilgan. Adashmasam, monopoliya qarshi kurash qo'mitasini huzurida hozir bitta boshqarma bo'lib qoldi xolos. Ilgari bir agentlik edi, hozir juda ham kichraytirib yuborildi yana. Va men O'zbekiston tarixida biror marta jamoaviy iste'molchilarning haq-huquqlarini himoya qilib, mana bunaqa ko'pchilik ko'rishi mumkin bo'lgan biror bir yutuqli holatni ko'rmaganman. Siz ko'rganmisiz hech? Yo'q, ko'rmaganman. Hech iste'molchilar g'olib bo'lganini men ko'rmaganman. Men ham ko'rmaganman. Juda ham bitta katta rezultatni ham ko'rmadim. Men bir xil tashkilotlarning o'zi nima qilyapti degan savollarni ko'p beraman o'zimga o'zim. Unda bizning qonunlarimiz bor-ku, lekin qonunlarga amal qilmasdik avvalambor o'zligidan. Xo'p, nimadan boshlaylik? Ishni nima qilaylik shuning uchun? Ichida yurdingiz. Yo'q, bu yerda senzura degan masala ham bor-da. Ya'ni, misol uchun men sessiya boshlig'iman. Xo'p, tasavvur qilaylik, yig'dim hammani. Bolalar do'ma davlat ishlaymiz do'ma. Mana bunaqa narsalar bor. Hamma o'zining rayoniga borib, har bitta do'konga borib shu narsalarni tekshirsin. Maksimalni qaraylik, shu narsalarga ichki shtobi muddat o'tgan tovar bo'lmasin, sifatsiz tovar bo'lmasin, odamlarimizga kirib bemalol narsa sotib ola olsin. Hammasini yaxshilab tekshiraylik do'manda. Bo'ldi deyapti, hamma sekin bosib, sekin ishga ularga o'rgatib oldim. Ham nima qanaqa bo'lishini, nima ko'rinishda bo'lishini agar bilmagan bo'lsa, tars etib tepadan kelyapti-da, ani xafa qilib qo'yibsizlar, mana bunaqa joyga kiribsizlar, nima unaqa qildinglar? Ya'ni baribir tepadagi bosim bo'lishi mumkin-da, meni fikrim bo'yicha, uni tepasidagi. Sen qachondan unaqa kuchli bo'lib ketding? Nega unaqa aqllilik qilyapsan? Ko'p o'tirgan kelmayaptimi bu yerda? Faqat shu anaqa og'izdagi tahdidlarda yo bilmadim men. Real u tahdid qila oladigan odamlarmi ular? Men bilmadim, men fikrim bo'yicha shunaqa demoqchiman. Menimcha O'zbekistonda real tahdid qiladiganlarning hammasi hozir ichkarida o'tirib shekilli, qamoqda. Ko'chani bezorlari qolmadi menimcha. Yo'q, ko'cha bezorsi emas, misol uchun aytaylik, siz hokimsiz, men zam hokimman. Men nimadir ish qilmayman, sizga yoqmayapti qilayotgan ishim. Siz yaxshi odamsiz, men yaxshi odamman, tushunasizmi? Shu qilayotgan ishim yoqmayapti, siz meni bo'shatib yubora olasiz, ishdan tushunasizmi? Ja unaqa aqlli bo'lib ketgan bo'lsang, o'rnimni bosmoqchidirsan balkim degan gap bilanmi bilmayman. Rahmat, Hoji Akbar. Endi oxirgi bitta so'ramoqchi bo'lganim, mana tasavvur qiling, sizni oldingizda mana eng yuqori darajadagi o'sha va hamma kuch imkoniyat, qonunlarni ham o'zgartira oladigan va hokazo qilib tizimni ham o'zgartira oladigan qudratli shaxs keldi deylik. Masalan, prezident deylik mayli. Yo bosh vazir deymizmi, farqi yo'q. Shunaqa odam bilan mana yuzlashib qoldingiz deylikda va sizda imkoniyat paydo bo'ldi. Shu umumiy hamma masalalarning ichidan kelib chiqib bittasini aytish shu kishiga va so'rash. Nimani aytman so'ragan bo'lardingiz? Korrupsiya. Nima? Korrupsiyaga qarshi kurashishni, jamoatchilik vakillariga bemalol qilishi. Ya'ni korrupsiyaga qarshi kurashda jamoatchilikning ishtirokini kengaytirish. Jamoatchilikka vakolatlar berish ko'proq. Dunyo bo'yicha hisobotlarni o'qib chiqqan edim-da. Dunyo bo'yicha eng ko'p korrupsiyaga botgan tashkilot bu antikorrupsion tashkilot hisoblanar ekan. Tushundingiz-a? Uni jamoatchilikka topshirish kerak. Demak, shuni so'ragan bo'lardingiz va shu bizni O'zbekistonni o'sha olg'a yurishi, iqtisodiy hammasi uchun juda ham ko'p sohalarga juda katta anaqa restart berib yuboradi, juda kuchli restart berib yuboradi. O'zimiz tushunmay qolamiz bir xil sohalar qanaqa rivojlanib ketib qolayotganini. Katta rahmat. Menga juda ham yoqdi shu oxirgi gapingiz. Balki bizni kuzatib turgan, eshitgan, kuzatganlar orasida sizni bu taklifingizni qo'llab-quvvatlaydiganlar bo'lar orada va buni to'g'ri ma'noda qabul qiladiganlar orada topilar. Yana afsuski O'zbekiston haqiqatan korrupsiyalashgan davlatlar qatorida hali ham turibdi. Adashmasam, hozir 140 nechinchi ham o'rinda edik. Dunyo reytingida. To'g'ri, yildan yilga bitta qadam pasayib boryapmiz, lekin bu maqtanadigan darajada emas. Va umumiy sobiq Sovet ittifoqi mamlakatlarining ichida qaraydigan bo'lsak, bu eng korrupsiyalashgan mamlakatlar qatorida o'tiribmiz. Shunaqa. Ayniqsa ta'lim sohamiz va muhim mana shu aynan fuqarolar haq-huquqlari bilan himoya qilish kerak bo'lgan, iste'molchilar huquqini himoya qilish kerak bo'lgan sohalarda korrupsiyani avj olib ketganligi ko'p ishlarimizga xalaqit beryapti. Misol tariqasida bitta narsa aytsam bo'ladimi? Ayting. Misol uchun jamoatchilik ozod fikr bo'yicha 133-o'rinda turibmiz, adashmasam. Ya'ni ozod fikr bo'yicha shu SMIda. Lekin men shunaqa o'yladim-da, bitta narsani o'yladim. Rivojlanishimizga bu katta omil-da. Xo'p. Odamlar bemalol momo haqida gapira olsa,
shu narsa haqida gapirib katta omil. Lekin nazoratimda shunaqa davlatlar borki, yopiq deb, prям pressani shunaqa bo'g'ib qo'ygan davlatlar borda. Singapur, Xitoy juda kuchli rivojlangan davlatlar borda. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, lekin korrupsiya bilan juda kuchli kurashadigan davlatlar ular. Ularda matbuot, ularda senzura kuchlimi Singapur, Xitoyda? Singapurda juda kuchli senzura. O'sib borgansiz menimcha Singapurga? Yo'q, Singapurga bormaganman. Singapurda azaldan kuchli bo'lgan. Ya'ni birinchi prezident haqida kitob ham bor. Yo'q, Lee Kuan Yew'ni o'sha bosh vazir haqida uchinchi dunyodan birinchi dunyoga o'qiganman. Aytmoqchi bo'lganim, ularda Birlashgan Arab Amirligini ham oladigan bo'lsa, senzura kuchli. Ya'ni Hukumatni yomonlash umuman mumkin emas. Mumkin emas. Bir xil muammolar haqida umuman mumkin emas gapirish ham. Lekin shunga qaramasdan korrupsiyani juda kuchli qo'lga olib qo'yishgan. Shuning hisobidan juda kuchli rivojlangan u davlatlar, meni fikrim bo'yicha. Ya'ni Xitoyda o'lim jazosi bor adashmasam. Korrupsiya uchun bor. Shunaqa bu narsaga juda kuchli ahamiyat beradigan bo'lsak, men даже rozi bo'lardim shunaqa shunaqa davlatlarga aylanishimizga. Agarki korrupsiyani jilovlab qo'ysa, nazoratga olsa, senzuraga ham rozi edim demoqchi. Shunaqa. Chunki odamlarimiz mazza qilib yashaydi. Misol uchun mana Birlashgan Arab Amirligida endi sohasi neftga bog'liq. Singapur aholisini aytaylik, eng kuchli pasportlardan bittasiga ega. Birinchidan, ikkinchidan, ular o'chirtda turganini bitta videoda ko'raman, Gucci, Dior, 3-4 ming dollarlik kiyim sotiladigan joylarda o'chirtda turishibdi. Ular hukumatni nimadir muammo haqida gapirishga ham xohishi yo'q-da o'zi. Ular tilladan iborat-da hamma yog'i o'zi. Lekin ularda saylov erkinda eng asosiy omil shu. Saylov erkinligi bor, ya'ni hamma joyda har xil. Umuman taklif, fikrlaringiz uchun rahmat. Agar Hoji Akbar yana bizning auditoriyamiz endi har xil, to'g'risi, agar foydalanib aytmoqchi bo'lgan gapingiz, fikringiz bo'lsa, qanaqadir balki murojaatingiz bordir, marhamat, yoki mendan so'ramoqchi bo'lgan narsangiz bo'lsa, aytishingiz mumkin. Shu bilan yakunlaymiz. Sizdan so'ramoqchi bo'lgan narsam bor. Xo'p. Bilasiz, jamoatchilik vakillarini oladigan bo'lsak, davlat organ xodimlari haqida oladigan bo'lsak, men ochiqchasiga bitta savol beraman, hali ham hayronman, nimaga 15 sutkaga kirmaganingizga. Aytmoqchi bo'lganim, sizdan 10 baravar kam gapirgan odamlar, muammolar haqida ko'tarib chiqqan odamlarni biz ko'rganmiz. Bir xil amaldorligi yoqmaydi unaqa narsalar. Siz aytganingizda balki zakaz bo'lishi mumkin, nimadir bo'lishi mumkin. Sizda qanaqa kechgan shu vaziyat? Xo'p, juda qiziq savol bo'ldi. Nimaga 15 sutkaga haligacha qamalmaganim? Xo'p, birinchi aytadigan bo'lsam, meni 15 sutkaga qamashga urinishni o'zi bo'lmagan shu paytgacha. Xo'p, undan og'irroqlari bo'lgan, umuman jinoyat ishi ochib qamashga harakatlar bo'lgan va bu tuhmat bo'xtondan iborat edi. Men undan chiqqanman. Qiyin bo'lgan, u payt deputat edim, to'g'risi. Xo'p, undan keyin ham bir necha bor harakatlar, urinishlar bo'ldi. Bu 15 sutka bilan bog'liq emas edi. Xo'p, lekin bo'xton mashinaqalar bo'lib chiqyaptiki. Xo'p, asosiy e'tibor beradigan narsa nima? 15 sutkaga tortishga nima insonni majbur qiladi? Qaysi xatolari? Men shu xatolarni yaxshi bilaman. Fikr bildirayotganingizda, tanqid qilayotganingizda, axborot berayotganingizda qayerda 15 sutka uchun olish mumkin bo'lgan moment bo'ladi, qayerda tuhmat bo'ladi, qayerda haqorat bo'ladi. Mana shuni chegarasini men yaxshiroq tushunaman, yaxshiroq bilaman va meni kuchliroq filtr qilaman deb o'ylaysiz. Demoqchiman, ya'ni meni mehnat faoliyatim, o'zim jurnalistikada o'qiganman, keyin yuridik yo'nalishda ham o'qiganman va oliy majlisda ishlagan davrimda ham aynan axborot qonunchiligi sohasida 5 yil ishlaganman. Men buni aniq chegarasini yaxshi unda nisbatan ko'ra olganim uchun degan fikr bor. Vaziyatlardan chiqib ketishimga ham shu narsa sabab bo'lgan. Lekin demak siz qonunlarni ishlatyapsiz. Yo'q, men masalan undan maksimal foydalanishga harakat qilaman. Va qayerda qaysi xatoni qilsa, meni javobgarlikka tortishlari mumkin, men uni yaxshi bilaman. Va buni qo'llashga harakat qilganman. Bitta misol aytishim mumkin sizga. Va hali ham bo'lsa, kelajakda men ham sug'urtalanmaganman, strafovka qilinmaganman. Yana muammolar bo'lishi mumkin men bilan ham. Chunki hozir har narsa bo'lishi mumkin. O'sha endi men aytmoqchi, savolim nimadan iborat edi? To'g'ri, filtr qilishga iborat harakat qilasiz, maksimalni bu sohada bilimingiz bor, lekin shunaqa vaziyatlar borki, cho'mchagingizdan nimadir chiqib qolishi mumkin-da, tushunasizmi? Bunga to'g'risi bu juda yomon narsa, ochig'i. Men ham qo'rqaman bundan. Har doim qarab yuraman. Ilohim unday bo'lmasin. Mana shu asosan tahdid va shunaqa munosabat gapirayotgan gapingiz, yetkazadigan axborot orqasidan bo'lishi mumkin-da, tanqidlardan. Menda amaliyotimda nima bo'ldi? Men aytaman. Deputat odamni ham javobgarlikka tortish mumkin, daxlsizlikni yechgan holda.
tartibi borda. Ya'ni u ham 100% страховка qilinmagan. Va men deputatlik davrimda sudyalar ustidan shikoyat yozishgan. Ko'p bo'lardi menda shikoyat. Bitta esimda qolgan momentini aytaman sizga. Bir video chiqishimda men sudyalarni tanqid qilganman. Ochiqchasiga mana shu tumanda ishlaydiganlar orasida korrupsionerlar bor deb aytganman. Bular fuqarolarning haq-huquqini himoya qilmaydi. Bular zakaz bajaradi deganman. Mana shu tuman sudida deb aytganman masalan. Va oradan vaqt o'tyapti, biroz vaqt o'tib, prokuraturadan tergovchi chiqyapti menga. Aka gaplashib, nima gap? Ustingizdan shikoyat tushgan. Hozir jinoyat ishi qo'zg'amaslik masalasi bo'lyapti, mayli. Modda bilan. Ha, 139, 140 shu. Shuni masala bo'lyapti. Maylimi sizdan tushuntirish olsam dedi. Bo'ldi dedim. Ko'rishdik. Nima holat bo'lgan? Mana shu videoda aytganman. Bosh prokuraturaga shikoyat yozishgan. Bu bizni haqorat qildi, tuhmat qildi. Bu obro'sizlarni javobgarlikka tortiladi. Tergovchi ishonchi komilki, meni tortsa bo'ladi degan unda fikr bo'lyapti. Keyin men tushuntirish yozib berdim. Nima deb yozib berdim? Shunda aytdimki, men aynan bir shaxsni korrupsionersan demaganman. Umumiy gapirganman. Bu birinchisi. Ikkinchisi, men tanqid qildim. Bundan 2 yil, 3 yil oldin prezidentimiz hurmatli Shavkat Miromonovich fuqaro maqomida turgan bo'lsa ham Oliy sud sudyalarini turg'izib qo'yib tanqid qilganda kerak bo'lsa 1 tiyinga qimmatsan, ish qilmayapsan deganda buni nega haqorat sifatida qabul qilishmaganda tanqid sifatida qabul qilishgan. Men fuqaro Kusherbayev gapirayotgan vaqtida buni haqorat deb qabul qilyapsizlar. Menda ham shunday holat bo'lgan. Qonunlarni qo'llashda fuqaroni mansabidan kelib chiqiladimi yo fuqaro maqomidanmi? Shunga oydinlik kiritish kerak degan ma'noda men tushuntirish yozib berganman. Ya'ni o'sha Ishi to'xtatishga qonunda ko'rsatilgan imkoniyatdan foydalanib beryapman va tergovchini ko'rib shu tushuntirish asosida hech qanaqa e'tiroz yo'q deb nima qilgan. Ya'ni bu endi bitta moment edi. Lekin endi shu joyda gap kelib qoldi, mayli aytib qo'y. 2022-yili o'sha 22-yil yoz oyida bo'lgan ekan. Meni mashinamdan hech narsa chiqib qolmagan, lekin men zaharlanganman. Shunisi bor. Meni ichib yuradigan choyimni almashtirib qo'yishgan. U ozgina davolandim ham chiqdim. Endi o'sha moment juda vahima bo'lib ketdi. O'ldiradigan darajadagi zahar bo'lgan ekanmi? Men ichim kuyib ketgan. Bitta ichib kislota bo'lgan, nima bu bilmayman, bitta ichib qo'yganman. Shu keyin qusganman, qusib chiqib ketgan xullas. Biroz mazam bo'lmadi. Men endi u haqda u payt aytmadim chiqaytdi. Chunki birinchidan shov-shuv bo'lib ketardi, ikkinchidan uni topish kerak edi, qidirib va men ishonmadimki, hozir kimdir bir aybsiz odamni bekorga qiynashadi. Topamiz deb bekorga nohaq beayb odamni qidirishadi va men o'zimni shubha gumonlarim bo'ldi. Bularni kim qilgan bo'lishi mumkin. Shu bilan u yog'iga o'tib o'tirmadim. Lekin shunaqa harakat bo'lgan to'g'risi. Men endi hozir aytayapman, endi oradan vaqt o'tib ketdi, men da'vo ham qilmayman. Xo'p. Shuning uchun endi umid qilamanki, bundan keyin ham mashinamdan yo boshqadan bunaqa narkotik boshqa narsalar chiqib qolmaydi deb umid qilaman. Shunaqa. Bilasizmi, bitta narsani yaqinda ahamiyat berdim-da, bilsangiz, qonun juda kuchli ishlaydigan davlatlar bor-ku. Endi misol tariqasida aytadigan bo'lsak, har xil davlatlar. Ularda podstava qilib qamoqga tiqtirib yuborish degan narsa yo'q-da. Ularda tushunchani unaqa tushuncha yo'q. Ular qonun biladi, uni podstava qo'yish juda qiyinligini, shuning uchun ham otib qo'yishadi. Bizda qamalish ko'p bo'lsa, unaqa soha bo'yicha kimdir podstava qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, chet elda o'lim sohasi, jurnalistlar o'lishi yoki shunaqa narsasi ko'p bilasiz. Men shunaqa qilib o'yladim, tipa, ularda balkim qonunlar juda ham kuchli ishlagani va sud sohasi juda ham bir mukammalroq bo'lgani uchun ham uni podstava qilishga ham harakat qilib o'tirishmas balkim deb. Balki shunaqadir. Lekin boyaga aytganday holatda men ham xatolardan doimiy kafolatlanmagan. Meni ham xatolarim bor, boshqalarim bor. Lekin hozircha omon eson chiqib kelyapmiz. Bundan keyin ham umid qilaman shunday bo'lib qolishini. Huquqni muhofaza qilish idorasining ichida ham hurmat qiladiganlar bor ochig'i. To'g'ri ma'noda men ham ko'p ko'rganman va men hayotim davrida o'sha sud yurib, vazirlar bilan urushib, zaproslar kiritib, ishiga tiklatgan, oqlatgan odamlar 10 dan ortiq bo'lsa, bularni shu eng ko'pi ichki ishlar xodimlari, shu sohani organ xodimlari edi. Balki shuning uchunmi xullas turib berish kerak bo'lgan joyda turib berishga harakat qilganman. Nima joy bo'lsa, shu ma'noda balki
to'g'ri ko'z bilan balki qarashayotgandir. Lekin yana ham aytaman, ertaga nima bo'lishini men ham bilmayman. Faqat suyanchimiz, ishonchimiz yaratgan o'zi va ishimizni shu nima vijdonga qarshi olib bormaslikka harakat qilamiz. Shu xolos meni javobim. Sizga ham tilayman shu, hech qachon xo'mbiskali ish bo'lmasin bundan keyin ham. Va jamoatchilik ko'z o'ngida to'g'ri ma'noda doimiy nazorat funksiyalarini olib boradigan bo'lsa, menimcha bunaqa ko'ngilsizlik bo'lmaydi. Xudo xolasin. Omad ishlaringizga. Rahmat. Muvaffaqiyat. Suhbatlashib mazza qildim avvalambor siz bilan. Sizga ham katta rahmat. Men ham mazza qildim. Kelgusida yaxshi loyihalaringiz, ishlaringiz bo'yicha agar qanaqadir yana odamlarga aytadigan gaplar bo'lsa, albatta menimcha yana muloqot qilsak kerak. Xudo xolasin. Sog' bo'ling, charchamang. Salomat bo'ling. Rahmat. Sizlarga ham katta rahmat. Ketkizgan vaqtlar kuzatganinglar uchun. Xo'p, podkastimizni navbatdagi sonida ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Eng muhimi, aytayotgan gaplarimiz, qilayotgan ishlarimizga doimo mos kelsin. Xo'p. Xo'p.